bola isterika qilib o'z xohish istaklarini bildirayotganda shunaqa gaplashish kerak ekan deb tushunadi. Shunaqa desam onam tushunyapti mani deb tushunadi. Shunda bolaga ham o'tirib, yo'q, unaqa emas, so'ra, ber deb so'ragan. Unga imo ishorani, xatti harakatlarni qo'shib gapirish bolani nutqini chiqarishga yordam beradi. Bog'chada baribir bola mustaqil bo'lishi kerak. Uyda blenderda ovqat yegan bolalar bog'chaga kelishadi. Bir kun blender bor, 2 kun bor, keyin qorni ochishi boshladi, kutgisi kelmayapti bola. Umumiy bolalarga qo'shilib oddiy ovqatlanishni boshlaydi bolalar. Bu ularda ta'sir qiladi. Oldin gapirgan gapini faqat onasi tushungan bo'lsa, endi sekin-sekin tushunarli bo'lishni boshlaydi, chunki uni muskullari rivojlanyapti. Muskullariga nagruzka tushgani uchun yaxshiroq ishlashni boshlayapti. Bolam gapirmayapti, so'zga so'rash sabab bo'ladimi deb. Yo'q, bolangizni chiqmasligiga so'zga sabab bo'lmaydi. Mana siz aytganingizdek, tovushlarni buzib talaffuz qilishiga so'zga sabab bo'lishi mumkin. Noldan boshlasangiz, uni bolada shu tug'ilgandan to 1 yoshgacha bo'lgan jarayonlar normada shakllanmagan o'shalardan boshlasangiz, albatta nutq chiqishi ham kechikib ketadi. Yoki faqat sizga kelsa-da, haftada 3 marta 1 soatdan ota-ona hech narsa qilmasa, yuqorida gadjetlardan foydalanaversa, giperopeka bo'laversa, ta'limga tortilmasa, mustahkamlanmasa, nima foyda bera olasiz? Isterika payti hech qachon bolani urishib, urib bo'lmaydi. Tarbiyalab ham bo'lmaydi. Tarbiyalab ham o'g'il bola yig'lamaydi. Voy unaqa, voy bunaqa. Qiz bola shalaqa bo'lmaydi. Aynan o'sha jarayonda shu narsa ta'sir qilmaydi. Baqirib yig'lab, u уже bola tepaga chiqib portlab bo'ldi-da. Kulminatsion anaqa bo'ldi. Uni faqat tinchlantirish mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Studiyada sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun logopediya olamiga sayohat qilamiz va aktual mavzularda gaplashamiz. Men logoped-defektolog Muslima Usman, Я говорю logopedik markazi direktori, yosh logopedlar uchun Logonovichok kursi muallifiman. Chap tarafimda men Dilnoza Rustamovna, logoped-defektolog, Happy Speech nomli logopedik markazi asoschisi hamda yosh logopedlarni ish bilan ta'minlovchi Ya logoped platformasining muallifiman. Men Gulnoza Xayrullayevna, Unigeni xususiy bog'chalar tarmog'i logopedi va hozirgi kunda Logogogo logopedik markazi asoschisiman. Shuningdek, undan ortiq mualliflik logopedik seminarlarni spikeri hisoblanaman. Ko'rib turganimdan juda ham xursandman, mamnunman. Keling, bugun ko'p onalardan shunaqa savol tushadi. O'zi biza kimmiz? Vrachmi, pedagogmi, logopedmi? Bizani qanaqa mutaxassislar kategoriyasiga kirg'izish kerak? Logoped o'zi kim? Shu savolga keling, shu savolingizga men javob berishga harakat qilaman. Haqiqatan ham ota-onalarda juda ham ko'p tushunmovchiliklar bo'ladi bu borada. Biz shifokor emasmiz. Biz tashxis san'piy institutlarini tamomlagan mutaxassis hisoblanmaymiz. Biz pedagogika institutini, universitetini tamomlagan, aynan maxsus pedagogika yo'nalishidagi defektologiyani tarmoqlaridan biri bo'lgan logopediya sohasini tugatgan oliy ma'lumotli mutaxassis hisoblanamiz. Ya'ni pedagog biz, logopedlar pedagogmiz. Shu fikrga qo'shilaman. Nima uchun bizani ko'pincha doktorlar bilan doktor deb o'ylashadi? Chunki ko'p logopedlar oq xalat kiyishadi. Bu o'zi san'piy normalariga muvofiq bo'lishi uchun, biz bola bilan ishlaganimiz uchun, unga bevosita ta'sir o'tkazganimiz uchun so'lagi oqishi mumkin. Ham oq xalat bu baribir sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish uchun oq xalat kiyamiz. O'shaning uchun kelgan ota-ona ko'rganda oq xalatni ko'rsa bizani pedagog emas, doktorga o'xshatishi mumkin. Lekin biz to'laqonli pedagogmiz. Dori yozmaymiz, lecheniya yozmaymiz, bola bilan pedagogik mashg'ulotlar o'tkazamiz. Ha, demak, ota-onalardagi siz doktorsiz yoki siz ustozsiz fikri bu haqiqatdan ancha yiroq. Demak, biz faqat pedagogmiz. Bunga oydinlik kiritdik degan umiddamiz. Aktual savollarni bugun ko'rib chiqamiz degan edim. Hozirgi kunda dolzarblashib borayotgan muammo bu nutqi kechikayotgan yoki gapirmayotgan bolalar soni ko'payib borishi. To'g'rimi? Qo'shilsangiz kerak. Ha, to'g'ri. Aynan shu ko'payib borishiga nima sabab bo'lyapti? Nima xatoliklar yoki qanaqadir muammolar borki, demak nutqida kamchiligi bor, bolalar soni ko'payib boryapti. Shu savolga javob bersak. Birinchi o'rinda shu mavzuni
ochayotganda aytib o'tish kerak, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar har doim ko'p bo'lgan, lekin oxirgi yillarda tibbiyot rivojlanishi ularni diagnostika qilishni osonlashtirib berdi. Shuning uchun ham biz shu bolalarni alohida ajratib, pedagogik, tibbiy yordam ko'rsatishimiz osonlashdi. Bu birinchi faktor bo'lsa, ikkinchi faktor ham shu tibbiyot rivojlanishi ko'p bolalarni saqlab qolish, ularga yashash imkoniyatini berishni oshirib berdi. Ya'ni oldinlari masalan homilador ayolda agar homiladorlik paytida shu embrionda, homilada biror nuqson bo'lsa, uni saqlab qolish imkoniyati kam bo'lgan. Tabiiy abortlar hisobiga bunaqa bolalar dunyoga kelishmagan. Hozir bizda tibbiyot rivojlangan, erta tashxis qilishadi, oldini olishadi. Больницаlarda yotib shu bemorlarga yaxshi qarashadi va bolalar dunyoga kelishadi. Ushbu bolalarda ham boshqa homiladorlik vaqti normada o'tgan onaga solishtirganda bolasida ma'lum bir nuqsonlarni bo'lish ehtimoli ortadi. Shunaqa sabablarni men ko'raman. Demak, homiladorlik davridagi to'g'ri diagnostika hozirgi kundagi nuqsonli bolalarni, ayniqsa nutqida nuqsoni bor bolalarni darrov bizga ajratib beryapti, to'g'rimi? Siz qanaqa fikrdasiz? Bu homiladorlik vaqtidagi sabablarga keltirsak, men tashqi ta'sirlarni sabab qilib ko'rsatishim mumkin. Bunda aynan hozirgi zamon tendensiyasiga, zamon rivojlanishidagi bizdagi gadjetlarni, YouTube'larni, televizorlarni ommaviylashib ketishi, ya'ni internetda hammaga dostupniy bo'lganini ham bitta misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Shu bilan birga onalarimiz ham homiladorlik paytida ko'p telefonda, YouTube nimalardan foydalanishadi. Hozir zamon talabi hammani qo'lida bor, hammani o'zini platformalari, stranichkalari bor, ko'pchilik kiradi. Shu jumladan o'zimiz ham kiramiz, no shuni normadan oshib ketishi har xil salbiy oqibatlar olib kelyapti. Bundan tashqari bolalar o'sib rivojlanish davrida ham harakatli o'yinlardan ko'ra shu televizor tagiga, YouTube'ga o'tirib qolishi yoki telefonga shunaqa bog'lanib qolishi va ko'p miqdorda telefon, YouTube ko'rishi shunaqa bizga nutq nuqsonlarini olib kelyapti. Hamda bular nafaqat ko'rishyapti, boshqa tilda ko'rayotgani ham ta'sir qilyapti. Ya'ni o'zbekcha multfilmlar, o'zbekcha передачаlar emas, ruscha deydi. Endi inglizcha ham, hozir shunga yana xitoycha ham qo'shilgan. Qo'shilaman. Juda ham ko'p video roliklar chiqib ketishgan. Shu narsalar bolalarga yoqyapti. Qisqa bo'lsa ham, bu me'yordan oshib ketishi, davomiyligi uzoq, ko'p bo'lgani uchun bizga ta'sir qilyapti. Qo'shilaman. Ilmiy adabiyotlarda keltirilyapti ekologik hamma buzilishlar bolalarga ta'sir qilyapti. Masalan, o'zimizdagi Orolbo'yi hududlarda ham rinalalik yorug'ligi bo'lgan bolalar ko'proq tug'ilyapti. Baribir ekologiyani buzilishi bizani bolalarimizga bevosita ta'sir qilyapti. Qo'shilaman, nafaqat umumiy ekologiya, balki hozirgi kunda iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz ham ko'pi tabiiy emas, balki ximikatlar. Eng ko'p kuzatadigan narsam bu homilador ayollar Coca-Cola, energetik ichimliklardan foydalanishi, chipslar yeyishi, bundan tashqari mikrovolnovkada isitib yeyishadi, to'g'rimi? Mikrovolnovka o'zi mikrovolna deb turibdi, ya'ni radiatsiyadan zararlanish ehtimoli juda ham kuchli. Bundan tashqari bolalarni o'zini ham yogurtini mikrovolnovkada isitib berishadi. Ya'ni aytmoqchimanki, yeb ichish ham imminni iste'mol qilinayotgan narsalarda ham bolani nafaqat nutqiga, balki umumiy rivojlanishiga ta'sir o'tkazadigan omillar juda ham ko'p nazarimda. Yana misol qilib keltirsak bo'ladi sabablardan. Yana misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu ona homiladorligi paytida onadagi qon o'zgarishlari ham nutq nuqsonlarni o'ziga chaqirib keladi. Aynan qaysi homiladorlikning 3-oxirgi oyida, ya'ni 6, 7, 8, 9-oylarda onaning qon aylanishi buzilishi natijasida qoni quyuqligi bo'lishi mumkin, gemoglobin tushib ketgan bo'lishi mumkin, anemiya bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida homilaga ta'sir qilib, bolada kislorodniy голодание yoki asfiksiya, bo'g'ilish, gipoksiyalarni olib kelyapti. Kuzatishlar natijasida bosh miyadagi qon aylanishi buzilishi ham o'z navbatida nutq nuqsonlariga ta'sir qiladi. Chunki biz bilamiz, ko'p holatda nutq kechikishi, nutqning yo'qligi faqatgina periferik nutq apparatdan emas, bosh miyaga ham o'zaro bog'liq hisoblanadi. To'g'ri. Mana biz hozir aynan homiladorlik davridagi muammolarni ko'rib chiqyapmiz, to'g'rimi? Bularni to'g'ri ajratib bo'lmaydi. Bu muhim faktor.
lekin bola tug'ilgandan keyinchi ko'p tajribamda bo'ladi. Menda homiladorlik juda ham zo'r o'tgan. Umuman penkal ichganman, ozon terapiyaga borganman, yaxshi ovqatlanganman deyishadi, lekin baribir bolani nutqida kamchilik bor yoki umuman gapirmayotgan bo'ladi. Tashqi omillardan yana qaysilarini sanab o'ta olamiz? Hozirgi kunda bolalar soni oilada kamaygan va onalarda ularni bolalarga nisbatan giperopeka kuchayib ketgan. Ular nima qilishadi? Oldingi bolalar masalan pampersli yo'l sharoitda o'sganmiz biza tegimiz ho'l bo'lsa majbur edik shuni onamizga tushuntirishimiz kerak edi qanaqadir qilib. Hozirgi bolalarda tayyor pampers bor, unda ehtiyoj yo'q. Pampersimni alishtirib qo'ying deb aytish uchun, gapirish uchun. Yoki bo'lmasam hozir ovqatlanish ratsioniga ham onalar juda ham e'tibor beradi, yaxshi qarashadi. Har xil ovqat berishadi. Qanaqa berishadi? Tezroq berish uchun bizada qo'liga gadjet beramiz. Telefon ko'rib turganda tez yedirib olishga harakat qilamiz. Birinchi farzandimda men ham shunaqa xato qilganman. Bu bolada o'zi och qolganini his qilib, ota-onaga shuni bildirish, verbal og'zaki kommunikatsiyaga kirishish imkoniyatini kamaytiradi. Agar tayyor hamma narsasini kiydirib qo'ysa, yedirib qo'ysa, nima xohlamasidan oldiga muhayyo qilsa, unda gapirish ehtiyoji tabiiy so'nishi boshlaydi. Gapirmaydi emas, u isterikalar orqali gapirishi boshlaydi. Shunaqa sababni ko'raman. Shu bilan birga bu bolalarimizda shu onalarimizning giperopekasi bolalarda mustaqillik yo'ligiga olib kelyapti. Ya'ni bolalar xizmat ko'rsatish samostoятельный emas. Hozirgi bolalarni kundalik davomida bajarishi kerak bo'lgan ma'lum vazifalari yo'q. To'g'ri. Shuning uchun biz yoshligimizda baribir turli xil onalarimizga yordam berish maqsadida chala qilsak ham, noto'g'ri qilsak ham bir nimalar qilardik. O'zimizni tog'orachalarimiz bo'lardi, kichkina supurgichalar bo'lardi. Onalar ko'cha supurayotganda, "Men san ham supurgin" derdi. Biz ham qo'shilishib supurib yurgan bo'lardik. Hozir bolalar shunaqa vazifalarni bajarishmayapti. Bola yig'lamay jim o'tirib tursa, oyishtez borib yugurib hamma ishni qilib kelsa. Keyin boyga aytayotgan qornini to'ydirish hissi yo'ligiga aytaman, onalarimiz soatga qarab ovqat yedirib qo'yishadi. Har 3 soatda bola ovqat yeyish kerak. 9 bo'ldi zavtrak beramiz, 11 bo'ldi frukti beramiz, 1 bo'ldi obed, yotib uxlab. Kun rejimiga rioya qilish ham shunaqa bolalarni giperopeka qilib qo'yishiga ozgina bo'lsa ham ta'sir qilyapti baribir. To'g'ri. Bolalarni mustaqil qilishga, o'zini kiyimini yechib kiyishga, oyoq kiyimini joyiga qo'yishga, ovqatini yeyishga, yeb bo'lgandan keyin turib ketib qolmaslikka emas, hatto o'sha tarelkasinimi, pilasinimi olib rakvinaga olib borib qo'yishga o'rgatish mumkin-ku. To'g'ri. Demak, buni o'rgatish uchun ona bola tarbiyasi, bola rivoji haqida qanchadir yetarlicha ma'lumotlarga, ota ham deylik, shunaqa ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Haqiqatda ko'proq tajribamga tayanib gapirishga harakat qilaman. Bunaqa bilimlar yetarli emas. Afsuski, ko'p onalarimiz, yosh onalarimiz ayniqsa, "Men shug'ullanishni bilmayman" deyishadi. "Men bola bilan o'ynashni bilmayman, men sabrim yetmaydi, kitob o'qib beraman" deyman, qochib ketadi deyishadi. Yoki misol uchun bilimi bo'lsa ham onalarimiz nega vazifa bermaysiz, nega o'ziga ovqatlanishga bermaysiz desam, to'kadi-de, hamma yoqqa sochib tashlaydi-de, kir bo'ladi-de. Qilolmaydi-ku baribir. Qilolmaydi, harakat qilib ko'rishga berish kerak-ku. Hech kim bilib tug'ilmaydi-yu, mana bitta qiladi, ikkita qiladi. Har safar qilgani sari shu malaka mustahkamlanib yaxshiroq qilishga harakat qiladi. Bitta berdingiz qilmadi degani bu umuman qilish kerak emas degani emas-ku. To'g'ri, qo'shilaman. Boshqa ishlarim bor edi-de, tezroq yeb olish kerak edi-de, tez yedirib qo'ymasam qolib ketardi-de degan bahonalar ham ko'p bo'ladi. Tez yedirib qo'yamiz, tez yuvishlarni qilib qo'yamiz-da, yotib Instagram ko'ramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lamiz. Albatta. Nega bolam gapirmayapti kabi roliklarni tomosha qilamiz. Mayli, endi bu hamma onalar emas, aksariyat onalar bor, kuzatyapmiz shuni. Giperopeka ham hozirgi kunda bor. Onalar o'ylashadi, rivojlantiruvchi multfilmlar qo'yib beramiz. Развивающий multiki. Lekin hech qaysi multfilm bolani rivojlantira olmaydi. U masalan 4 oylikdan boshlab alifboli, alfabetli multik ko'rmasin, shakllar, ranglarni ko'rmasin, informatsiya, ma'lumotlar miyada shunchalik ko'payib ketadiki, uni bola o'zlashtirib, hazm qilib olishi umuman imkoni yo'q. Keyin bolalar o'ylashadi, gapirish uchun gapiradigan multfilmlar qo'yib berish kerak. Qanaqa qilib bola gapiradi agar shu multfilmda taqlid qila olmasa? Og'zini ko'rmayapti, multfilm tez kadr alishyapti, shundoq ham ko'rib o'tirsa tushunyapti bola. Unda gapirish ehtiyoji qatdan uyg'onadi.
To'g'ri. Hatto multfilmlarni ko'rish qoidalari ham bor, to'g'rimi? Albatta. Nazarimda bu haqida ham alohida podkast qilish kerak. To'g'ri. Mana nutq nuqsonlari ko'payayotganligi haqida gaplashdik. Aynan tajribangizda qanaqa nutq kamchiliklarini ko'proq uchratasiz? Balki bu faqat nutq kamchiligi emas. Hozir eng ko'payib borayotgan diagnozlardan biri bu autizm. Ras qilib yozib berishadi. Sizga buni fikringiz qanaqa? Sizni bunga fikringiz qanaqa? Mani ilmiy ishim mavzusi nutqsiz bolalarda dastlabki muloqot ko'nikmalarini shakllantirish. Shundan kelib chiqib ham mani auditoriyam onalarim nutqsiz bolalar ko'proq keladi. O'zi nutqsiz deganda bolalar bor umuman gapirmaydigan. Bolalar bor faqat so'zlarni birinchi bo'g'ini bilan gapiradigan. Masalan, mashina demoqchiman. Yana bolalar bor faqat tovush taqlid so'zlar bilan bibi, nyam nyam, ya oyisini shunaqa aytadigan bolalar. Shunaqa bolalar menda ko'p uchraydi. Mana hozir autizm tashxisiga to'xtalmoqchisiz. Men uchun bolada autizmmi tashxis, aqli zaiflikmi yoki ruhiy rivojlanish kechikishimi? Men shu nutqsiz bolada sabab qidirishni boshlayman, chunki gapirmaslikni sababi nima bilan bog'lanadi? Yoki unda bilish jarayonlari pasaygan bo'ladi. Bunga uni xotirasi, diqqati, tafakkurini kiritsa, yoki bo'lmasa bolada taqlid qilish hali shakllanmagan bo'ladi. Nutq ham bu taqlid. Bizni nutqimizda taqlid asosida shakllanadi. Bolalar bor, ular taqlid qilishmaydi. Oddiy 9 oylikdan bola siz nima qilsangiz ko'rib qaytarishni boshlashi kerak. Sochingizni tarasangiz, tarona oladi, teskarimi, to'g'rimi boshiga silashni boshlaydi. Taramoqchi bo'ladi. Yoki qoshig'i olib ovqatlayotganini ko'rsa, u ham qoshig'i oladi, og'ziga soladi. Teskari ushlagan bo'lsa ham. Uni maqsadi qorin to'yg'izish emas. Siz nima qilsangiz qaytarishga harakat qiladi. Nutqsiz bolalarda shunaqa sabablardan bittasi taqlid rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa hali o'yin faoliyati boshlanmagan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Bolalar gapirishdan oldin o'yinchoqlarni по назначению o'zi nimaga shu o'yinchoq chiqarilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha o'ynashni boshlash kerak. Qarang, shu joyda gapingizni bo'ldim. Hozir onalar bizani ko'rishadi-da, taqlid necha oylikda yoki necha yoshda demak paydo bo'lishi kerak. Onalar uchun menimcha foydali bo'ladi bu. Mana Balki bolalar bilan solishtirishadi, to'g'rimi? Hamma bolalar baribir o'zini oqimi bilan rivojlanadi. Ularni bitta katta umumiy mana shu oydan deb bitta ramkaga solmaydi. Lekin o'rtacha hisobda 1 yosh bola hech bo'lmasa qoshiqni og'ziga solib taqlid qilish kerak baribir. Agar shu rivojlanish kechikayotgan bo'lsa, balki shunchaki bolada buzilishlar yo'q. Onaning giperopekasi sabab bo'lishi mumkin. O'ziga qo'yib berish kerak. Shuning uchun siz nima qilayotganingizni bola ko'rib, sizga harakatingizga taqlid qila olish kerak. Taqlid bu nutq rivojlanishining asosiy mezonlaridan biri. Yana asosiy mezonlari bu kommunikatsiya. Bola bilan har doim aloqada bo'lish kerak. Bu nima degani? Bu shart emas bolaga uzundan uzoq gaplarni gapirish. Bu oddiy primitiv ma, ol, ber. Bola shu gaplarni o'sha 6-7 oylikdan boshlab tushunishni boshlaydi. Ada qani desangiz, bola hali gapirmaydi, ada demaydi, lekin adasiga bir qarab qo'yadi. Bu o'sha bolada kommunikatsiya. Adasini topganligidan o'sha dalil beradi. Muloqot rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Shu bolalar kelganda ularni o'rganish kerak. Nima sababdan bolada nutq rivojlanmagan? Masalan, bolada balki kommunikatsiya buzilgandir, muloqot qilmayotgandir boshqalar bilan, nimadir ma'lumot almashish ehtiyoji uyg'onmagan. Masalan, aytaylik, oddiy onasiga faqat isterika bilan istaklarini bildiryapti. Qo'lini ushlab olib borib ko'rsatyapti. Bu o'sha yaxshi rezultat. 1 yoshli bola uchun-da, emaylab bo'lsa ham qarab yig'layapti, o'sha yaxshi rezultat. Agar bolada hali muloqot ehtiyoji uyg'onmadi, o'yinchoqlarni shu o'yinchoqni o'ynash uchun o'ynamayapti yoki bo'lmasam shu bolamizda hali taqlid shakllanmadi, hali nutqqa ancha bor degani. Nutq rivojlanishi uchun shu faktorlar bo'lishi kerak. Bu nima degani? Oldimga kelgan bolada uni tashxisdan qat'iy nazar men nutqini chiqarishdan oldin sababini aniqlashim kerak. Ungacha men nutq chiqarish uchun qancha ish qilmay foydasi bo'lmaydi. Asosiy narsa. Shu bilan birga bolaning nutqi chiqishidan oldin uni nutqini tushunishga ko'proq harakat qaratishimiz kerak. Buni ham onalarimiz o'rgatish kerak. O'zingiz primer bo'lishingiz kerak. Misol uchun, xo'p, qidir ko'rsatish uchun ona birinchi bumi deb ko'rsatib bersa, ko'rsatkich barmog'i bilan bola keyingini qaytarishi mumkin. Bola isterika qilib o'z xohish istaklarini bildirayotganda shunaqa gaplashish kerak ekan deb tushunadi. Shunaqa desam onam tushunyapti,
mani deb tushunadi. Shunda bolaga ham o'tirib yo'q unaqa emas, so'ra, ber deb so'ragan, unga imo ishorani, xatti harakatlarni qo'shib gapirish bolani nutqini chiqarishga yordam beradi. Ya'ni 1 yoshlik bo'lmasa ham hali bola nutqi chiqmagan bo'lgan taqdirda ham imo ishora bilan bolaga nutq tushuntirishga harakat qilish kerak. Shunda qo'shilaman. ham masalan vazifalar berishingiz mumkin-da. Eshikni yop deb yopishni ko'rsatib, eshikni ko'rsatib yoki mana oddiy narsalar bilan cheklanib qolamiz. Salomi biladi, bolani xayri biladi. Bo'ldi. Boshqa ham yana imo ishora bilan qo'shish mumkin bo'lgan narsalar bor, so'zlar bor, ularni ham o'rgatish kerak. Yeysanmi, yemaysanmi deganda hachab ha yoki yo'qni, uning uchun oyisi ham yeysanmi qilib o'zlari harakat qilib bergandagina bola ularga taqlid qilishi mumkin. Yoki yo'q. Oldin bu dodalarimiz saray o'rgatishardi. Chaqchaqqa jumla, bir nimalar, shunaqa narsalarimiz hozir imo ishorani o'rgatish ancha surilib ketyapti-da. Deyish bilan onalar biladi. Onalar bolani chaqaloqlik paytidan yig'layotganini, qanaqa yig'layotganini, nima xohlayotganini biladi-da. So'rayotganini bilmaysizmi? Albatta bilasiz. Onasi bo'lgandan keyin. Yo'q, men tushunaman, yo'q, men bilaman. Bilasiz, bu norma emas. Bolaga so'rash kerakligini o'rgatish kerak baribir. Imo ishora bilan qo'shib tushuntirsa va ona o'zida birinchi ko'rsatib bersa, juda shu bo'lmaganda ham bola bilan birga bajarib ko'rsa yoki mana qilsan ham qilib yo'q deb yoki ha deb so'zlarni bolaga nima qilish o'rgatsa ancha yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha qilmoqchiman. Uyda umumiy qoidalar bo'lishi kerak. Bu degani oyisiga qilsa o'tmaydi, suv berishi uchun farqi yo'q. Tovush taqlidsiz deydimi, ber desa, oyisi bersa, lekin adaga kelib prosta yig'laganda adasi shundoq olib beradigan bo'lsa, bu bilan boladagi ko'nikmani biz qotira olmaymiz. To'g'ri. Chunki bola bilmay qoladi, adaga mumkin ekan, oyiga unaqa qilish kerak ekan. O'shaning uchun uyda umumiy qoidalar bo'lishi kerak. Oyisi ham, adasi ham, bu doda birga turishsa, ular ham shu qoidalarga rioya qilishligi kerak. To'g'ri, albatta bolaning rivojlanishi faqat bu onaning bo'ynidagi narsa emas. Bitta oilada bola dunyoga kelsa, demak uni rivojlanishiga butun oila mas'ul degani. Ona baribir asosiy rolni egallagani bilan, chunki kun davomida bola ona bilan va ona uni tushunib, sezgib, hech narsa demaganda ham yaxshi tushungani uchun ona bosh bo'lgani bilan onani qo'llab-quvvatlash otani, buvi dodani vazifasi. Oyi yo'q dedimi, bo'ldi, yo'q bo'lish kerak-da shu narsa. Voy yig'lamasin, mayli beravering, voy anaqa qilmasin, nima qilavering. Yoki adalarimiz aytadi, men kelgandan keyin yig'latmagin. Tarbiya kun davomida bo'lish kerak. Faqat 9 dan 6 gacha tarbiya qilasiz, adasi kelgandan keyin bo'ldi, tarbiya yig'ishtirilmaydi-ku, unaqa bo'lmaydi. Bola ham nima qiladi? Hammasini yig'ib turadi, adasi kelgandan keyin portlaydi bola. Adasini jahli chiqib ketadi. To'g'ri, adalarimiz ham ishdan kelishadi, charchab kelishadi. No, bolani ta'lim tarbiyasida ham ota ham ishtirok etishi kerak. Albatta, bu niyat yemlamay часть o'zbekchada nima? Ajralmas qismi hisoblanadi. Sizlarni tajribalarda hozir eng ko'p deylik diagnostikaga keladigan bolalar bu qaysi kategoriyadagi bolalar? Ya'ni autizm spektridagi bolalarmi yoki shunchaki nutqi kechikayotganmi? Mana duduqlanish ham juda ham aktual mavzuda. Yosh tanlamaydigan tashxis deb hisoblaymiz. Qanaqa tashxislar bilan ko'proq ishlayapsizlar? Duduqlanish men tajribamda juda ham ko'p keladi. Balki aynan shu magistraturani bitirayotgandagi ilmiy ishim ham duduqlanuvchi bolalar bilan logopedik ish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlanish bo'lgani uchun ham shunaqa bolalarni tortib olarman. Balki bilmayman. Lekin ko'p nimadan kelib chiqib tajribadan duduqlanish orttirilgan formasida kelayotgani ko'p uchraydi. Nima uchun? Uydagi sharoitda ona sabrli, og'ir bosiq emas-da. Bolalarimizni ko'p urishib qo'yamiz, qattiq baqirib qo'yamiz. O'zi tabiatdan nimjon tabiatli, xarakteri yumshoq bo'lgan bolalarimiz uchun bu qattiq ta'sir qilyapti. Moyilligi bo'lgan bola uchun, Misol uchun uyda 3 ta bolangiz bo'lishi mumkin. Siz bir xil onasiz, baribir bir xil munosabat bildirasiz. Lekin bitta bolangizda duduqlanish kuzatilmaydi, bittasiga ta'sir qilishi mumkin. Bu aynan shuni tabiatdan moyilligiga sabab bo'ladi shu narsaga va shu jarayonda onani nima uchun bunaqa bo'lib qolgani oilaviy sharoitida onada juda ham ko'p mas'uliyat bo'ynida bor-da. To'g'ri, Onalarni
nimasi yetmayapti bo'lishga, taqsimlashga. Hozir mana ko'p onalarimiz ishlaydi ham ishlashga, ham uy ishini qilishga, bitta emas 3 ta bolani tarbiya qilishga, ham uy xizmatlarini qilishga, xohlasangiz ham yetib bermaydi-da, qachondir portlab ketasiz. Qaynoqangiga baqira olmaysiz, eringizga gap aytira olmaysiz. Bolani urishsa bo'ladi-da. Hamma sirf bolaga bo'ladi-da. Asabiylikni ko'tara olmaslik bolaga, bu bolalarga qattiq ta'sir qilyapti. To'g'ri, qo'shilaman. Shu joyda menimcha aytib o'tish joizki, bola 9 yoshgacha onani ichki holatini, uni emotsional holatini, ruhiyatini aks ettiradi. Qo'shilaman. Nafaqat 9 yoshgacha menimcha bu davom etsa kerak. Chunki tajriba shuni ko'rsatyapti. Tabiiyki, jahldor yoki stressda bo'lib turgan, o'zi nima deydi, emotsionalniy выгорание hozir termini juda ommalashib ketdi. Shunaqangi holatdagi bolada ijobiy o'zgarishlar bo'lishi juda ham qiyin. Shuning uchun birinchi bo'lib ona bilan ishlash kerak. Onani psixologik состояниясini to'g'irlash kerak. Balkim oiladagi mas'uliyatlarni sal bo'lish kerak. Qolgan nimalar yordam berish kerak oila a'zolari, bu aynan otalar, bu dodalar yoki bu doda bo'lmagan taqdirda ham bolalarni mustaqil qilish ham onani ishini yengillashtiradi. O'zini ishini o'zi qilsa, hachab katta bolalari ovqatini o'zi yesa, idish tovog'ini yuvib borib qo'ysa, kiyimini kiyib yecha olsa, onani ishi ozgina bo'lsa ham kamayadi. Bizani onalar shunaqa zo'r onalarki, hammasini o'zi eplashga harakat qiladi-da, tushunasiz? Hammasini o'zi qiladi, hammasiga ulguradi. Bir kun kelib shu narsa sabr kosa to'ladi deydi. O'sha to'lganda butun nima bolalarga ag'dariladi-da. Chunki boshqa odamga shunaqa o'zingizni nimangizni ko'rsata olmaganingiz uchun bolalarga ag'darilganda bolalarning asab sistemasi shu narsani ko'tara olmay duduqlanish holatlarini keltirib chiqaryapti. Aynan kichkina bolalarda 5-7 yoshlarda bu narsa bolalarda juda ham kuchli. Tushunarli. Sizni tajribangizda qanaqa bolalar ko'proq? Menimcha nutq kechikayotgan bolalar bilan ishlaysiz. Men xususiy bog'chalar tarmog'ida ham ishlayman. Oldin 2 filialda, hozir bitta filialda. Ommaviy bog'chada dislaylik bolalar juda ham ko'p. Bu tovush talaffuzida muammosi bo'lgan bolalar. Tovush talaffuzida muammolar har doim bo'lgan. Hozir kattalar orasida ham uchratasiz. Kimlarnidir nutqida keng tarqalgan muammolardan bittasi R tovushini aytolmaslik, S tovushini noto'g'ri talaffuz qilish, Sh tovushini yumshatib aytish, rusiy zabon aholimizda L tovushini boshqacha talaffuz qilish ko'p uchraydi. Men shu bolalar bilan ishlayman. Ularda shunaqa bo'lib qolmasligi uchun harakat qilaman. Endi bog'chada ham dislaylik bolalar ko'payib ketishi, shu dislaylik o'zi ko'payishining asosiy sabablaridan bittasi bu onalarga yordamchi vosita blenderlarni hayotimizga kirib kelishi bo'ldi. To'g'ri. Bu nimaga olib kelyapti? Oldin masalan til muskullarini yaxshi rivojlanmaganligi nisbatan og'ir tashxis dizartriyada uchrardi. Shunda til bo'sh holati uchrardi. Hozir sog'lom bolalarimiz nerv sistemasi bilan muammosi yo'q, lekin ularning artikulatsiya apparati bo'sh. Nimaga bo'sh? Bolalar bog'chaga chiqquncha tayyor kompotdan sal farq qiladigan so'kovqatli ichishgan. Nima qiladi onalar? Shunda ovqatni blender qilib beradi, yumshoqqina tez yutadi. To'g'ri, shunaqa. Blenderlar juda ham yaxshi narsa, hali bolajonlanishi yo'q paytida hayotimizni ancha yengillashtirgan narsa, lekin baribir ham bolani chaynov muskullari rivojlanishi, til muskullarining rivojlanishi uni artikulatsiya apparatiga yaxshi ta'sir qiladi. Tillarini muskuli yaxshi bo'lsa, lunjlari, lablari yaxshi ishlab tursa, logopedlarga oson ish tovushlarni shundoq qo'yib qo'yamiz. Shunaqa bo'lmasa, ota-onasiga tushuntirasiz, hop deyishadi, lekin unga borganda bola o'rganganda, bola o'zi talab qiladi shunaqa ishni. To'g'ri, har bitta a'zo menimcha o'zini funksiyasini bajarishi kerak, to'g'ri. Bu bilan biz misol uchun blenderdan foydalanmaylik Yo'q, demayapmiz. umuman Bolani tishi chiqquncha foydalanish mumkin yoki bo'lmasa shundan chiqarish maqsadida birinchisida misol uchun 10 sekundda pyure darajasiga olib kelgan bo'lsangiz, keyin 9 sekund, 8 sekund, 7 sekund deb sekin-sekin bolani hayotidan chiqarib yuborishga o'rgatish kerak. Ya'ni me'yorda foydalanish kerak. O'zini vaqtida 3-4 yoshli bolani ham blenderdan ovqatlanishi bu norma emas. Har doim baribir me'yoriy chegaralarda yurish yaxshi. Shuning uchun men aytaman, hozirgi xususiy bog'chalarni kichik yoshdan olishi onalarimizning ishini yengillashtiradi. Bog'chada baribir bola mustaqil bo'lishi kerak. Uyida blenderda ovqat yegan bolalar bog'chaga kelishadi. Bir kun blender bor, 2 kun bor, keyin qorni ochishni boshladi, kutgisi kelmayapti bola. Umumiy bolalarga qo'shilib
oddiy ovqatlanishni boshlaydi bolalar. Bu ularda ta'sir qiladi. Oldin gapirgan gapini faqat onasi tushungan bo'lsa, endi sekin-sekin tushunarli bo'lishni boshlaydi. Chunki uni muskullari rivojlanyapti. Muskullariga nagruzka tushgani uchun yaxshiroq ishlashni boshlayapti. Shunaqa dislaylik bolalar bilan ko'p ishlaganim uchun shu muammoni juda ko'p ko'raman. Yana aytishim kerak soskalar haqida. Soska endi shuni boshlamoqchi edim. Soska ham juda ham bolalarni birinchi do'sti. Lekin onalarni umuman ayblamayman, chunki bolalarning tabiati har xil bo'ladi. Bolalar bor, ularga soska juda ham kerak, o'zini shunaqa tinchlantiradi. O'zimni qizim qo'l so'rgan, masalan, men pedagogman, men bilaman bu juda ham yomon, salbiy oqibatlarga olib keladi. Lekin agar birdaniga olib qo'ysam, bolamda psixologik travmalar qoladi. Poetapni sekin 1,5 yil vaqt ketdi qo'l so'rishdan chiqarish uchun. Soskadan ham sekin, sabr bilan lekin chiqarish kerak. Nima uchun chiqarish kerak? Soska bilan ham til har doim bitta holatda turibdi. Shu holat sababli til og'iz bo'shlig'ida tepaga yopishib turish kerak, yuqori tanglayga. Soska turgandan keyin til pastda turibdi-da. Ikkinchalik bolalarga og'izdan nafas olish qulay bo'lib ketyapti. Bolalar og'zi bilan nafas olishni boshlayapti. Ham til bo'sh rivojlanyapti. Bu ham mayli to'g'rilasa bo'ladi. Prikusdagi muammolar kelib chiqyapti. Oldi ochiq prikus. Bu nima degani? Og'zini yopganda tishlari bir-biriga tegmaydi, orasida bo'shliq qolib ketadi. Bu keyin logoped qo'yish kerak, qo'yish kerak, qo'yish kerak. Biz qo'yibamiz, lekin havo baribir boshqa joydan chiqib ketyapti. Oraliq tovushlar bolalarda talaffuz qilinib qolyapti. Keyinchalik esa bular stomatologni vafodor boy qiladi. To'g'ri, keyinchalik ortodontga borishadi 11-12 yoshdan boshlab. Ko'pchilik o'ylashadi, bu sut tishlari keyin o'zini almashib ketganda yaxshi chiqadi. Lekin faqat tishga ta'sir qilmaydi-da. Milklar ham surilishni boshlaydi. Shuni hisobiga keyingi tishlar yoki juda katta chiqish kerak uni yopib olishi uchun. Yoki bo'lmasam baribir orasida bo'shliq qolib ketishi kerak. Shuning uchun dislaylik bolalar bilan ko'p ishlaganim uchun shunaqa muammolarni ko'raman. Necha yoshgacha soska so'rishi norma deb qaraysiz? Necha yoshdan keyin chiqarish kerak? Umuman bermaslik ham variant emas. Yo'q, mana o'zi bolada so'rish refleksi bor. U 9 oylikdan 1,5 yoshgacha so'nadi bolalarda. Shu payt chiqarish eng optimal vaqt hisoblanadi. Agar undan o'tib ketib qolsangiz, bola endi o'rgangan, o'z-o'zini tinchlantirish vositasi bizda yuqori tanglayimizda nerv tuguni bor. Shunga ta'sir stimulyatsiya qilish odamni tinchlantiradi. Ha, soska so'rganda shunaqa ishlaydi. Shu joy stimulyatsiya qilyapti, bola tinchlanyapti. Bola o'zini tinchlantirishni boshqa usulini bilmaydi. Soska so'rsa tinchlanadi. Shuning uchun so'rish refleksi so'nayotgan paytda soskalarni ajratib olish kerak. Bolalar bor o'zi отказ qilar ekan. Katta bolamni bilmaganman, kichkinasi отказ qilyapti hozir. Shuning uchun endi ko'ryapman, agar yaxshilab diqqatli qarab tursa, bilmasa bo'lar ekan. Qachon qo'yish mumkinligini. Bolani kuzatish kerak-ku. Kuzatish kerak, to'g'ri. Meni kichkina bolamda hozir shunaqa ketyapti. Soskadan chiqyapmiz. Haqiqatan siz aytganingizdek, o'zini rad etish, prosta ko'chaga tashlab keldi. Ko'chaga otib keldi. Yoki hammani shu bilan mehmon qilmoqchi bo'ladi. Yo'q, ko'chaga tashlab keldik-da. Hozir mana so'rasi, tashlab kelding-ku deb tushuntiryapman. Menda yo'q, mana u yoqni qaradik, bu yoqni qaradik. Tashlab kelding-ku o'zing, tushunyapti-da. 2 marta chiqib ko'chaga qidirib keldik. Bo'ldik, topolmadikmi? Kechqurun qidirgan bo'lsa kerak. Ha, o'zi rangsiz soskalar edi. Topishga qiyin. Yangisini olib berishga harakat qilmadim. O'sha yosh jihatidan o'sha chiqishimiz kerak bo'lgan vaqt bo'lgani uchun. Balki shu bahona chiqib ketar deb o'yladim-da. Oyi deydi, soska so'raydi-da, keyin otib kelding-ku desam, deb qo'yadi-da. Bu tushunyapti-da, o'zi tashlab kelganini tushunyapti. Boshqa yo'qligini bo'lmasa, bor bo'lib turib bermasangiz isterika qiladi. Uyda yo'qligini bola tushunyapti-da, shu bilan sekin-sekin qolyapti. Balki shu bahona soskadan ham chiqib ketarmiz. O'sha onalarimizdan ham ba'zida shunaqa savol keladi. Bolam gapirmayapti, soska so'rish sabab bo'ladimi deb. Yo'q, bolangiz nutq chiqmasligiga soska sabab bo'lmaydi. Mana siz aytganingizdek, tovushlarni buzib talaffuz qilishiga soska sabab bo'lishi mumkin. Men bo'lsa, ko'proq tajribamda spektrdagi bolalar bilan ishlayman. Bilmayman, shu menga qiziq bo'lganligi bo'lsa kerak. Ko'proq shunaqa bolalar kelishadi, autizm spektri ras qo'yib beriladi va hammasida deyarli nutq kechikishi обязательно birga qo'shilib keladi. Shu bilan birga ba'zi holatlarda ZRR tashxisi bilan kelishadi. Xuddi bu mana istimaga
ismi bu tashxis deb yozib bergandek narsada, aslida ismi tashxis emas-ku, ismi bu bir belgi. ZRR ham menimcha oxirgi payt ko'payib ketayotgan diagnoz, bu ham belgi. Aslida bu xuddi negizida nimaligini bilmayman, lekin shunaqa bo'lyapti. nimagaligini bilmayman, lekin bu bor. lekin uni ota-onasi ham ko'ruvdi. O'shaning uchun ham olib keluvdi ota-onasi. Bolam nutqi yo'q, kechikyapti. Vitaminchalar bersak balki o'tib ketib qolar. Da, bu ham aktual mavzu. Tashxislarni to'g'ri differensiatsiya qilish. Endi to'g'ri, tabiiy biz logopedmiz, biz pedagogmiz, bunga chuqurlasha olmaymiz, как бы bizani doiramizda emas. Lekin nevropatologlar ko'proq shu bilan shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Endi 3 yoshgacha qo'yib bo'lmaydigan tashxislar payti agar bola ZRR bilan kelsa, bu yaxshi. Hali aniq bilmayman, lekin bolangda Uch yoshgacha, uch yoshgacha yoshgacha. lekin 3 yoshdan keyin ham agar mutaxassis sizga aniq tashxis ko'rsatmasa, balki mutaxassis alishtirish kerakmikan? To'g'ri. Keling shu joyda logopedlarni boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash haqida gaplashsak. Mana misol uchun logoped bo'lib turib bitta o'zim ishni bitira olmayman bolada-da, ayniqsa ras spektrida kelsa yoki qanaqadir qo'shimcha stereotip harakatlar bo'lsa, u обязательно sensorniy integratsiyaga hozir ommalashib borayotgan sfera yoki neyropsixologga borish kerak, qo'shimcha sifatida ABA terapevti bilan shug'ullanish kerak. Demak, biz bir qancha mutaxassislar bilan hamkorlik qilishimiz kerak va eng asosiysi bu psixonevrolog, nevrologlar. Shu narsalarga sizlarni qarashinglar qanaqa? O'zi shu bolalarda nevrologga borishligini sababi o'ylashadi, shu tashxisni nevrolog qo'yadi deb. Aslida shu tashxisni butun dunyoda ilmiy adabiyotlarni o'qisa, autizm turlariga bo'lgan, uni kelib chiqishini tushuntirgan bu psixiatrlar. Bolani olib borish kerak psixiatrga. Lekin bizni xalq qo'rqamiz. Psixiatrga borishga qo'rqamiz. O'zimni tajribamdagi ota-onalar ham psixiatrga olib borishga qo'rqishadi, u yoqqa borishmaydi. Nevrolog o'zimizni radnoy odamda. Nevropatologga bitta borib keldi. Poliklinikada nevropatolog bor, dori yozdirib kelsa gapirib ketadi bolam deyshadi. Keyin psixonevrologga olib borib ko'ring, psixiatrga olib borib ko'rinsam, yo'q, ularning spiskasi bor ekan, spiskaga tushsa ketdi, bolam peshonasiga chamg'a bo'ladi deb Uchotga tushishdan juda ham qo'rqishadi. Bir marta borib konsultatsiya olish degani, maslahat olish degani, srazu uchotga qo'yib qo'yish degani emas. Baribir maslahatini olib borish kerak Ayniqsa deb o'ylayman. tashxis qo'yish uchun ham o'zi uzoq vaqt talab qiladi-da. Hozir borib doktor ko'rigida 15 minut, 20 minut, yarim soat, даже 1 soat o'tirib ham siz aytgandagi tashxislarni qo'yib bo'lmaydi. Xato. Diagnostika qilayotganda kuzatuv metodi ham bor-da, bolani kuzatish kerak. Misol uchun ko'pchilik ota-ona aytadi, doktorga bordim deb, bolam oldiga anaqa ham qilmadi deb, bormadi ham deb yozib berdi deydi. Siz bilan gaplashish muloqotida ham mutaxassislarning bitta ko'zi bolada bo'ladi. To'g'ri. Bola nima o'yinchoq olyapti, qanaqa munosabat qilyapti, qanaqa o'ynayapti, oyisiga kelib nima aytyapti u o'yinchoqlar haqida. Shularni o'zida yo bilish mumkin-da, yoki o'sha xonaga kirib kelganidan qanaqa isterika qilyaptimi, qanaqa tovushli chiqaryapti, onasi unga qanaqa munosabat. Oldimizda ham men gaplashib olish, shuni ushlab turgin deb telefonini berib qo'yishadi. Bola уже hali 3 yoshga kirmagan bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham parollarni ochib, YouTube'ga kirib narsalarni topib olishdan уже biladi. Bu degani uyda ham har doim ko'rib yuradi degani. Shu jihatdan ham kuzatuv metodi ham aynan shu jarayonda bolani bevosita uzoqdan turib qilayotgan xatti-harakatini kuzatish. Bu bizga ozgina vaqt talab qiladi. Har doim ham birinchi kunda yo to'g'ri diagnostika qilib berish to'g'ri. qiyin. 1 oylik korreksion ishdan keyin aniqroq xulosa etsa bo'ladi. Nimaga? Chunki bola kelganda adaptatsiya degan jarayon bor. To'g'ri. Tем более doktorlarni oldiga borganda klinikaga kirdi, oq kirdi, kimdir yig'layapti, ukol olayotgan bolalar, odamlar ko'p, begona joyga kelib qoldi, yana onasi kelib bir nimalar qilsa, u narsalar bilan kelsa bolada qo'rquv bor, oyim shetga tashlab ketadi degan narsa bor. 1-2 marta ukol olgan bolalar hozir menga yana ukol qiladi deb baqir-chaqir qilishga tushadi. Shunaqa jarayonda qanaqa qilib bolani diagnostika qilish mumkin? To'g'ri, bu ozgina onani gaplariga baribir tayanamiz, lekin onalar bor, trevojniy onalar, xavotirchan onalar, orttirib aytishadi. Onalar bor, beg'amroq onalar. Ular gapirmayapti deydi. Bolada yana bir dunyo muammo bor. Ona gapirmayapti. Asosiy sabab shikoyat bizga bola gapirmayotganida bo'ladi. Lekin gapirishgacha bo'lgan hali qancha ish bo'ladi. O'z-o'ziga xizmat yo'q, qoshiq olib ovqat yemayapti, kiyimini kiymayapti. Bola ko'zingizga qarab muloqot qilmayapti. Unda emotsional, hissiy, irodaviy kontakt yo'q bolada. Lekin onasi gapirsin. Gapirmayapti. Shaxsan o'zim 2-3 marta nevropatolog
neyronevrologni konsultatsiyasida o'tirganman kuzatib va bilasizmi qanaqa konsultatsiya qilinadi? Hop, bolangizda nima bo'lyapti? Bolangiz sizni ko'zingizga qaramayapti, bolangiz mana bunaqa qilyapti, bolangiz to'rtta beshta kriteriya. faqat, ona bilangina suhbat bo'ladi va shuni o'zida xulosa beriladi. Mana bu 10 dorilarni minut. olasiz. 10 minut. U biz ekanmiz-da bola kelsa, Soatlab. o'ynab ko'rib, bola bilan shug'ullanib ko'rib, keyin yo oysi to'xtang, men hozir xulosa ayta olmayman deymiz. Shaxsan o'zim shunaqa, men kamida 2 hafta kuzatishim kerak, menga o'rganib olsin, men uni kuzating, qanaqa qilib beradi, ochilsin, keyin sizga biror xulosa bera olaman deyman. Shundan qo'rqish kerak emas deyman. Nimaligini bilmayman-u. Lekin muammo bor. Yaxshilab o'rganib etaman deyishga qo'rqish kerak emas. Men shunaqa aytaman, ko'p konsultatsiya qilayotgan jarayonda korreksion ish qilayotganimizda, mashg'ulot o'tayotganimizda yana bir qanaqa nimalari chiqib kelishi mumkin. Men adaptatsiyadan o'tgandan keyin aniq bolani holatini ko'rishim mumkin. To'g'ri. deb, chunki onasi bo'lganda baribir bola onasiga suyanadimi, bir nima qilmoqchi bo'lsangiz onasi yugurib ketaveradi, bir nima tekshirmoqchi bo'lsangiz onasi yugurib ketaveradi. Qanaqa qilib tekshirasiz? Oddiy masalan bu komfortli konsultatsiyada zona. bo'ladigan holat, nutq tushunishni tekshirmoqchi bo'lasiz, bola o'zi hop gapirmayapti, tushunyaptimi deysiz, oyisi hamma narsani shunaqa deydi-da onalar keyin tekshirmoqchi bo'lasiz, oldiga oddiy narsalar ko'p to'q qo'ydingiz, qoshiq qo'ydingiz, telefon qo'ydingiz, so'ramoqchi bo'lasiz, ko'p to'kni ber demayapman, ko'p to'kni ber, bolaga qarab tursam, hali onani reaksiyasi yo'q payt oyisi ko'p to'kga qarab, ko'p to'kni ber, ko'p to'kni ko'zi bilan qilgani mayli, ko'p to'g'ni ber, ko'p to'g'ni. Bilasan, uyingda bor edi-ku, o'ynasani, gol olgin. Golni ol deb qo'yishadi. Keyin tushuntirsangiz bo'ldi, oyisi aralashmang, o'zim ko'rishim kerak, yaxshi tushunyaptimi, bitta tekshirib beraman qo'shimcha deysiz. beruvlarni bermay turing deymiz. To'g'ri, shunaqa degandan keyin ona sal orqaroqga o'tgandan keyin, menga ko'rinmaydigan joyga o'tgandan keyin bolaga yana qarab, qoshiqni ber desam, oyisi orqada nyam. Bola hali berni tushunyaptimi, o'rgana olmaymiz-da. Agar bola shuni narsalarni bersa ham, biz baribir bilolmaymiz, ot so'z turkumini bilyapti ekan, hop, qani fe'lni bilarmikan? Yana tekshiraman siz, oyisi bo'ldi bilyapti-ku deydi. To'xtang, hozir endi biz nostandart instruksiyalar berib ko'ramiz-da. Qoshiqni taqillat desangiz, bola qoshiqni eshitdi, shunda og'ziga solib qarab turadi sizga. Nima holat ekan bu menda? Onalarda qo'rquv bor-da, og'ir narsa yozib qo'yadi, hozir boshqa narsa. Nimaga? Ular chunki uyda shu narsani internetdan o'qib keldi-da. To'g'ri. Ondan o'zi uyda bilayotgan simptomlarini yozib, nima ekan deb poyezd beruvdi, internetda juda ham og'ir formasini yoki juda ham yomon nimasini chiqarib berib, o'sha narsaga qo'rquv bilan, защитный baryer bilan keldi-da ona. Bo'ldi, nima qilsa ham shundan boshqa tashxis qo'yib bersin deb keladi. Yo'q, onalar urib yengmoqchi bo'ladi. Yo'q, hamma gap tushunadi, hamma. Qanaqa tushunadi? Siz soch o'xshab bo'lganda, yur cho'milamiz-da, bolasi vannaga ketyapti. Cho'miladi deydi, lekin sochig'i ko'rsa tushunadi-da, bola. Bu o'sha xuddi refleksga shakllanib masalan, qolgan. nutqi tushunmayapti degani juda og'ir bola degani emas-da, hali. Unda agar biz nutqi tushunish, to'g'ri korreksion ish olib borsak, yaxshiroq ishimiz samaraliroq. Agar onani gapiga ishonib qolsak, hali tajribasiz logoped paytim hammasini tushunar ekan. Ona diagnostika qilishga bermayapti. Yakka mashg'ulotda ko'ryapmiz, bola yaxshi tushunmayapti, lekin ona talab qilyapti-da, nutq chiqarishga ishlash kerak. Gapirsin bola deb. Bola gapiryapti, shu payt exolaliya, ongsiz ravishda qaytarish chiqib qoladi. Bu juda ham yomon narsa. Uni korreksiya qilish keyin uzoqroq vaqt talab qiladi. Undan ko'ra biz nutq tushunishga ishlasak, to'g'ri ko'proq vaqt ishlaymiz, sal qimmatroq bo'ladi, lekin bola tushunib, ongli ravishda oldin yaxshi tushunib oladi, keyin dastlabki so'zlarini aytadi. Shu jarayonda nutq tushunishga ishlaydigan vaqtimiz uzoqroq vaqt talab qiladi. Misol uchun taxminan aytaylik, 1 oy vaqtda qatnavotda logopedga hali bitta ham so'zi chiqmadi degani, natija bo'lmayapti degani emas. Biz mana aytamiz, shifokor emasmiz. 1 hafta 10 kunda dori-darmonlar bilan, kapelnitsalar bilan, hatto shuni ham iloji yo'q. Bitta kurs qancha deyshadimi? Bir kurs lecheniya qancha? Kurs bo'lmaydi. Shunaqa 1 hafta 10 kunda rezultat chiqmaydi. Nutq tushunish ishlayotganimizda siz natija bo'ladi. Nutq chiqmasa ham uni nutqni tushunish yaxshilanadi. Siz gapirganingizda bolaning reaksiyasi
otasi masalan hozir anaqa qilgin keyin qilib beraman deganingiz bola tushunishi yoki yur ketamiz deganda oyoq kiyimini olib kelishi bu onani kundalik faoliyatini soddalashtiradi. Ota-onalar tushunmay qolsa boshqa logopedga olib ketib qolishadi. Logopedni tez almashtirishadi. Keyin boshqa logopedda endi biz ozgina yo'l yurdik-ku. Ishlab qo'ydingiz-ku, o'zi ishlab qo'ydingiz. Boshlandi. Endi sal ishlagandan keyin masalan 1 hafta 2 haftadan keyin bola birinchi tovush taqlid so'zlarni bibi, nyam deyishni boshlasa, bola ota-ona bo'ldi bo'ladi. Mani o'zimga ham onalar kelib qolsa, voy biz 3 oy bordik, gapirmadi desa, bolani o'rganib, oldin shunaqa qilarmidi, oldin buni bilarmidi desa, yo'q deydi, ona sezmay qolgandek. Shuning uchun yaxshi praktika korreksion ishdan oldin bitta daftar tutib, bola bilgan hamma narsani yozib chiqish kerak. To'g'ri. Shunda bundoq yurayotgan yo'lingiz ona bilan birga bosib o'tasizda, ham ona korreksion ishdan xabardor bo'lish kerak. Har bitta mashg'ulotda menda shunaqa ish yaxshi ta'sir qiladi. Hammasini videoga olib yuboraman Telegramda. Bu hozir juda ham aktual, biz ham xuddi shunaqa qilamiz praktikada. Juda yaxshi bo'lardi agar prямой efir translyatsiya bo'lib, ona ko'rib o'tirganda. Bu kameradan ko'rdi, ovozini eshitmadi emas. Ovozini eshitib ko'rsa, tushunsa, bitta logoped qanaqa harakat qilyapti, qancha mehnati ketyapti bolaga. Mashg'ulotdan oldin qanaqa edi-yu, mashg'ulot tugaganda qanaqa rezultat ko'rsa, o'shanda hali gapirmayotgani vahimaga solmaydi. O'zgarish bo'lyaptimi? Bu уже yaxshi-da. Rezultat faqat gapirib ketganida emas-da. Bolada qanaqa siljish bo'lsa ham, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lsa, onani ozgina logopedda qo'llab-quvvatlash kerak. Shu narsani bizning ishimizning mashaqqati ham shunda-da. Ham bola bilan ishlaysiz, ham ona bilan ishlaysiz. Undan tashqari onani o'ziga biz qilayotgan ishlarimizni mana ko'rsatsak, ona baribir uyda harakat qilib ko'radimi? O'zi o'rgatishga bolada necha marta shu narsa jarayon takrorlanishi kerakligini ham his qilsa, onalar bizani yaxshiroq tushunadi deb o'ylayman. Masalan, bitta nutq tushunishda bitta so'zni u ichki lug'atiga kirgizish uchun 30-40 marta takrorlaymiz-da, o'rtacha bolaga. O'rtacha. Onalar voy bo'ldi, buni bildi, keyingisiga o'tamiz deb qo'yishadi-da. Daynani 4-mashg'ulot, bermani mustahkamlayapmiz onalar. Bo'ldi, buni biladi, uyda qilyapti deb qo'yishadi. Yoki anaqasi bugun biz mana o'tdik, oyisi mana buni mustahkamladik. Uyda bilardi deydi. Uyda bilardi. Qanaqa berchi bolam? Qanaqa berma shunaqa. Xuddi bitta darsda bola o'rganib, yodlab, mustahkamlanib qoladigan. Nutqga yoki tushunishiga kirgizishda yoki nutqga kirgizdik degani bu sразу mustahkamlandi degani emas. To'ppa-to'g'ri. Bu shuning uchun ham biz pedagogika ichidamiz-da. Bizning mashg'ulotlarimiz sistema ishchillik, ketma-ketlik, insondan keyinga qarab borish kerak-da. Ana shundagina mustahkamlanib bolada malaka hosil bo'ladi. Ana o'shandagina faqat logoped xonasida emas, kundalik hayotida ham tushunib bilib o'sha so'zni qo'llay olishigina bizning yutug'imiz hisoblanadi. To'g'ri, shu joyda hamkorlik qilishga men harakat qilaman ota-onalar bilan. Menimcha bu juda ham muhim. Uyda qanaqa tutyapti? Mana bizda darsda qanaqa tutyotganini, dars jarayonini videosini so'rashadi va hech qanaqa savol javobsiz jo'natamiz. Oyisi uyda bola qanaqa tutyapti o'zini. Uydan video jo'nating, menga deyman, mayli Telegramda krujочка bo'lsa jo'nating. Lekin bolada natija bo'lishiga haqiqatda men bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan ona ko'p holatda jo'natishadi. Lekin ba'zilar, "Voy, yurgan yo'lda qilamiz-da, yurgan yo'lda ettiribman"da, yo bunaqasi ketmaydi. Natija bo'lishi uchun nima qilishadi? Men sizga olib kelaman, siz qiling bo'ldi. Men sizga nima olib kelaman bo'lmasa deydi. Yo'q, ko'proq olib keling, sal ko'proq olib keling. 1 soat o'zi misol uchun kamlik qiladi-da bolaga. Bola 24 soat ichida bor yo'g'i 1 soatga bizning oldimizga keladi. Haftada 2 marta deydi. Agar narsani mustahkamlash uchun aytaman, doimiy bu narsani takrorlab borish kerak. Ota-onasi ham uyda qilish, nafaqat ona, balki otasi ham. Chunki ishdan kelgandan keyin ham baribir ozgincha vaqt bolalarga vaqt ajratish kerak. Shu jarayonda ota tizzasiga o'tkazgan holatda yoki mana ko'p aytishadi onalar, video tashing, adasiga ko'rsatamiz. Adasi talab qilyapti, chunki finansiy mablag' beradigan adasi bizda. Xo'p, videolarni ko'ryapti ekanlik. Mana shuni qilib ko'ring, qani bilarmikin bolam. Nima qanaqa o'rgatyapti ekan deb 2-3 marta otalarni ham harakat qilib ko'rishi, onalarni ham ishini yengillashtiradi. Yana hamma mas'uliyatni onaga qilib qo'yamiz-da. Onasi qilsin, onasi bajarsin, onasi nima qilsin. Biz umumiy aytamiz, uyda mustahkamlansin. Bolada shu mashg'ulotlardan, o'z umuman medikamentoz lecheniyadan balki hammasi kompleksni bo'lgan taqdirda natija bo'lishini xohlasangiz, demak albatta uyda mustahkamlashingiz kerak. Kompleks yondashish kerak-da. Ham mutaxassis shug'ullanish kerak, ham ota-onasi uyda, ham shuni ta'limga jalb qilish kerak, bog'chalarga chiqarish kerak.
ko'p bolalarimizni bog'chaga chiqarish ham juda ham yaxshi rezultat beradi. Nima uchun? Bola mustaqil bo'ladi bog'chada, harakatli o'yinlar qo'shiladi. Unda hech kimga giperopeka qilishda bog'chada vaqt jihatdan Ehtiyojlari ortadi-da, ehtiyojlari ortadi. Bola bog'chaga ketganda onani psixologik holati ham tinchlanadi. To'g'ri, qo'shilaman shu fikrga. O'zimga ham ozgina vaqt ajratadi. O'sha ishlarini qilishga ham vaqt ajratadi. Keyin bolasi kelganda bolasini sog'inib kelib, unga ham ozgina vaqt ajratib dam olgan ona samaraliroq ishlaydi ham bola bilan. To'g'ri. Kuni bilan birga bolasi bilan o'tiradigan onalar bor, lekin moralni shuni mashg'ulot o'tolmaydi ona. Charchagan juda ham. To'g'ri. Sabr Bunaqa jihatdan ham yetmaydi. kuni bilan bola agar onasi bilan o'tirsa juda ham bir ishonch bilan ayta olaman, bola ona bilan o'tirmaydi, mashg'ulot qilib bermaydi, bajarib bermaydi. Chunki onani deylik ona o'rnida ko'radi. ona o'rnida ko'radi. Bu komfortniy zona, uni aytganlarini, buyruqlarini sizni buyrug'ingizni bajargandek bajarib bermaydi. Bu ham bor. Ha, logopedga o'xshab xuddi mashg'ulot qilib o'tmasdan, shu kundalik davomida ishlatilayotgan joyida qilib ketish kerak, jarayonni o'zida. Bolasi mana qorni ochib kelganda yoki o'sha suvni so'rayotganda, kiyimini so'rayotganda o'zida shu narsani mustahkamlab ketish kerak. To'g'ri. Chunki haqiqatan bolalar onani ona o'rnida ko'radi, mutaxassis o'rnida ko'rmaydi. O'zimni ham qizim logoped nimasi bor, ozgina tilda nuqsoni bor. O'zimga shug'ullanishga bermaydi. O'zimni qizim ham logopedga boradi, chunki baribir meni ona o'rnida ko'radi-da. Menga erkalik qiladi, menga nima qiladi. Men har doim ham unga mana misol uchun individual mashg'ulot uchun 45 minut vaqt ajratib 45 minut o'tirib qilaman deya olmayman. Bo'linadi baribir uy jarayonida-da. To'g'ri. O'shani qizim bilan muloqot qilayotgan jarayonni o'zida har safar to'g'rilab ketaverishim uzoqroq vaqtga cho'ziladi. Yaxshi natija beradi. Xulosa qilib ayta olamiz, logoped defektolog bilan shug'ullanib, bolada natija bo'lishini xohlasangiz, обязательно boshqa mutaxassislar bilan ham va uyda ham mustahkamlab, ya'ni hamkorlikda ishlash kerak. Yoki faqat biz lecheniya oldik, shuni o'zi yetadi, yoki faqat shunaqa bolalar kelishadi haqiqatdan. Shuni o'zi yetadi emas, обязательно parallel ravishda olib borish kerak. Keyin tajribada yana bo'ladi. Men ko'raman deylik, bir hafta, 2 hafta shug'ullandik, bolada nimalar bo'layotganini, o'zi aslida nima muammoligini bilamiz va endi nevrologga borib ko'ring, psixonevrologga, negadir bunaqa narsalar bo'lyapti. Balki qon aylanishini yaxshilaydigan yengil preparatlar yozib berar deb tavsiya, yo'llanma beraman. Ertasi kuni onajonimiz yozadilar. Logoped bilan mashg'ulotdan umuman foyda yo'q ekan, faqat dori olishimiz kerak ekan, faqat lecheniya olishimiz kerak ekan deyshadi. Shu nevrologlar ham faqat bu yoqqa burib qo'yadimi bilmadim. Ya'ni aytmoqchimanki, natija bo'lishi uchun buni bundan ajratib qo'yish kerak emas. Parallel olib borish kerak. O'zi shuni tushunish kerak-da. Masalan, oddiy misol, autizmda ham, ruhiy rivojlanish suslashishida ham shu kasalliklarni, ruhiy holatlarni tibbiy usul bilan davolab bo'lmaydi. Yana qo'shimcha, hali bolani gapirtirib yuboradigan, bolani zo'r qilib yuboradigan preparat hali chiqmagan. Lekin bu bilan biz ularni inkor qilmayapmiz. Bolada yana qo'shimcha muammolar bo'ladi. Masalan, bola juda giperaktiv yoki bolani uyqusi notinch, bolada fobiyalar bor, bolada har xil muammolar, nevrologik muammolar bo'lishi mumkin. Shu qo'shimcha hamma muammolarni nevrolog hal qilib beradi bolaga. Bu bolani hayotini yengillashtiradi, onani hayotini yengillashtiradi, bolaga yordam beradi. Lekin bu degani shu tashxisni olib qo'ya oladi degani emas, afsuski. Faqat u dori-darmonlar bilan chegaralanib qolish kerak. Dori-darmonlar, toklar, turli dens terapiyalar oylab bunga qatnaladi, lekin natija deyarli nolga teng. Yoki ota-ona bo'lganimizdan keyin bilamiz-da buni. Hamma lecheniyasini o'tib bo'lishgandan keyingina bilishadi. Vaqt ketib qolgan bo'ladi. Lekin ota-ona shu yo'lda ketayotganda oldin kechasi bilan uxlamasdi, hozir uxlaydigan bo'ldi deb shuni ham natija qilib ko'radi-da. Bu ma'lum ma'noda to'g'ri ham. Undagi somatik kasalliklarni albatta doktorlar davolab berishadi. Lekin bolani pedagogik jihatdan qarab rivojlantiradigan bu bizning pedagoglarimiz. Bizani shu korreksion ishdan olib tashlab bo'lmaydi. Bola juda zo'r somatik rivojlanib ketayotgan bo'lishi mumkin. Hamma qo'shimcha muammolarni bartaraf etayotgan bo'lishligi mumkin, lekin uni nutqi ham yoki jamiyatga qo'shilishi ham, sotsializatsiyasi ham, kommunikatsiyasi ham, muloqoti ham o'z-o'zidan rivojlanib qolmaydi. Oddiy misol, o'zimizni misol qilib keltiradigan bo'lsa ham, boshqa chet tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, til o'rgatuvchiga borasiz. Dori ichib o'rganib qolgan tilingiz bo'lganmi? Yo'q. Balki xotirangiz past bo'lsa, xotirani mustahkamlash uchun dori ichasiz. Lekin dori ichib
qoldim bo'ldi endi qachon ingliz tilida gapirib ketarkanman deyish bu ham noto'g'ri. Til Yoki- o'rgatuvchiga baribir borishingiz kerak. To'g'ri. O'zimda 5 yoshli bola keldi, gapirmaydigan 5 yosh bola gapirmayapti. Oyisi aytadiki, shu yuganchasini bitta kestirib ko'rsangiz, tekshirib ko'rsangiz yuganchasi yaxshi de. Keyin yo'q, kerak emas deysiz. Ha, massaj qilib ko'rsam ekan. Massaj juda ham bitta aktual tema bitta. Yana tushuntirasiz. Oyisi nutq bu miyani bitta funksiyasi. Miya shunga yetilishi kerak, tayyor bo'lishi kerak. Hech qanaqa operatsiya yo'qki, shuni miyasiga bevosita ta'sir qilib nutq zonasini aktivlashtirib qo'ysa. Hech qanaqa apparat yo'qki, tashqaridan ta'sir qilib ichkarini juda bir rivojlantirib olsa, balki ma'lum ma'noda shu tigi to'lqinlar yaxshiroq ishlashni boshlar. Lekin baribir miyani shunga tayinlagandan keyin ham asosiy o'rgatadigan odam bu pedagog. Bu pedagog deganda aynan logoped bo'lishi shart demoqchi emasman. Juda zo'r bu jonlar bor. O'zligi bilishmaydi korreksion ish qilishayotgan. Lekin bola keladi, bu bilan mayda motorika zo'r rivojlangan, umumiy motorika zo'r rivojlangan, nutq tushunishi zo'r rivojlangan. Logoped ishichi xuddi mana yarim yo'ldan boshlagandek bo'lamiz-da biz. Osonroq bo'ladi. Oson bo'ladi. O'zimni buvimni eslasam, hozir bizga qilgan ishlarini voy, buvim zo'r pedagog ekan-ku deyman-da. Kichkinaligimizdan shunaqa she'rlar o'rgatardilar. Shu she'rlarning ichida ham biz shu obrazga kirishimiz kerak bo'lardi. Ham mayda motorikamiz, ham oddiy mishka salapilarni, umumiy motorikalarni ishlatib, shunaqa o'rganardik-da. Shunaqa she'rlar juda ko'p ediki, shuni buvim yoddan bilar ekanlar. Hozir qizlarim borsa, mana 4 oy payti bordi. Safinaxon katta qiziqchilar qo'lini ko'tarishni o'rganib keldi. Uyda men pedagogman, men shu bo'yicha mutaxassisman. Men bolamga shuni o'rgatmaganman. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Bizda dodamiz borlar. Har safar uyga borganimizda kichkinasigami, kattasigami Yangi narsa o'tirib yangi narsaga bosh barmoq, o'rtacha berek, hajmi berek, kichkina bebelar mana adamdan o'rganib kelishganda, dodasi o'rgatadi yoki oddiy o'sha qo'g'irchog'im Natashada ham mana bunaqa qilishlarni, ritmichniy yoki oyna sotib olaman deb bunaqa yelkalariga qiladilar bolalarni. Bolalarga yoqadi shu narsa, qiqir kulishadi. Keyin shuni tushuntirib qilgin deb tushuntirmoqchi bo'lganda, qilib mana taqlid-da bu ham mana faqat o'sha taqlid qilish o'rgatyapti. Harakatga taqlid bilan qilish. bola tushuntiryapti nima xohlayotgan yoki mana bunaqa qilib keladi yoki doda Hozirgi zamonaviy o'zimizda muammoyimiz bolani rivojlantirish vositasi sifatida biz mental aritmetikani, shaxmatni, yana juda ham tillarni, juda ko'p energiya, resurs talab qiladigan narsalarni ko'ramiz, lekin oddiy loydan idish yasaganmisizlar. Shundan muhokama qilib ko'raylik. Hozir nimalar rivojlanyapti? Sensor integratsiya ketyaptimi? Qattiq, yumshoq, ho'l, quruqqa farqlashni o'rganyapti-da bola. Yoki bo'lmasa shu yerda mayda motorika rivojlanyaptimi? Shakllab berish uchun qancha harakat qilish kerak? Unga bosim berish kerakligi-chi, uni yumshatish kerakligi. Diqqati, xotirasi rivojlanyaptimi? Shuni o'zida-da. Ko'ruv idroki qancha rivojlanyapti siznikiga qarab o'zi shunga taqlid qilishi uchun-da. Masalan, oddiy ona o'ylaydi, shu loydan narsa yasagandan ko'ra, hozir mental aritmetikaga olib borsam, 2 yosh bolamni gapirmaydigan bolam, miyasi yaxshi ishlab ketadi deb. Lekin ungacha bo'lgan sodda narsalar qolib ketyapti-ku, yurishni bilmaydigan bolaga sakrashni, yugurishni o'rgatayotgan narsaga o'xshaydi-da. Men shunaqaga o'xshataman. Yoki bog'chalarga berishadi, bog'chada 3 ta til aralash. Haftada arab tili, ingliz tili, rus tili va o'zbek guruhda deylik, yoki rus guruhda shuncha tillar aralashib ketgan. To'g'ri, bu menda ham og'riqli muammo. Bizning bog'chada ham ingliz tili yaxshi o'tiradi. Pedagogimiz rosa zo'r o'rgatadi, lekin shu bolalarning ichida meni bolalarim bor-ku, logopedga kelish kerak bo'lgan, nutq tushunishi shakllanmagan bolalar. Iltimos qilaman onalardan. Iltimos, ingliz tiliga kirmasin. Qani tushunsa-da. Yo'q, mayli. Bolam ingliz tilida ham nutq chiqyapti, apt deyapti, ko'targan apt deyapti. Ingliz tilida so'zlar qisqa, bir bo'g'inlik juda ko'pi. Talaffuzga oson. Bolalar yaxshi o'zlashtiradi-da. Lekin bu degani bolani miyasida shu til sistemasi sifatida ingliz tili shakllanadi degani emas. Bola shunchaki qaysi so'zni tanlashi bilmagani uchun ham ozgina o'ylab turishiga to'g'ri keladi, nutq chiqqanda ham. To'g'ri, oson so'zni talaffuz qiladi yoki bola ishiladi. Arab tilida yoki ingliz alifbosini yodlab, yoddan biladi bola, o'zi gapiryapti deb xursand bo'lishadi. Mana bolalar bor, masalan, o'rgatyapsizlar, meni
bog'chada endi bizda asosiy til rus tili, da net o'rgatmoqchiman. Da onson chiqdi, net o'rgatyapman. No. Banana, no, bay degan so'zlar shunaqa. bolani nutqida kelgandayo bor bo'ladi. Shunaqa bor Aksariyat bo'ladi, holatda. to'g'ri. Yoki bo'lmasa uyda o'zida o'zbek tili bo'lsa, nutqi umuman chiqmagan bo'lsa, qo'shimcha tillardan foydalanilmaydigan oilalarni ham u bolasini nutq chiqmagan bolani boshqa tildagi bog'chaga berishadi. Misol uchun ruscha bog'chaga. Men aytaman, oila kelinglar, oldin o'zimizning tilda chiqaraylik nutqini, keyin bog'chani til almasam 5 yoshda ham til qo'shvasi bo'ladi. Agar shunaqa maktabda ruschaga ketsin, ruschani o'rgansin deganda, aynan savodga o'rgatayotgan paytda til o'zgartirsangiz bo'ladi, nutqini chiqarib olaylik deyman-da. Yo'q dedilar, mashg'ulotda dedilar, ruschada so'rab o'ting. ko'rsangiz, uyda kimdir ruscha gaplashadimi bola bilan desangiz, Yo'q, bola bilmaymiz. bu dodamiz ruxsat berishmaydi deb qo'yishadi. Agar boshqa tilga bo'lganingizdan kelgan, uyda ham shu tilni qo'llab-quvvatlashingiz kerak-da. Uyda ham mana bo'ladi o'zbeklar, ruskogovorящий o'zbeklar bor. Misol uchun, ular uchun shu ona tildek bo'lib ketgan, uyda ham xohlasa xohlamasa rus tilida so'zlashadi. Bunaqa bolalar bu kategoriyaga kirmaydi. To'g'ri. Men aytayotganim faqat uyda ham o'zi o'zbekcha gapirishadi. Ota-onani ham boshqa tilni bilishi gumon bo'lib turgan paytda bolani men bilmayman deb bu bilsin deb To'g'ri. berishadi. Yana shunaqa oilalar bor, o'zi asli bilingvist. Deylik tojiklar uyda tojikchada gaplashishadi, bog'chaga o'zbekchaga berishgan. Lekin bu uncha katta muammo uyg'otmaydi. Nega bir qancha Yo'q, tillar bo'lib ketyapti? agar bolada nevrologik jihatdan bola sog'lom bo'lsa, agar nutq kechikayotgan umuman mumkin emas, lekin sog'lom bolalarga masalan baribir asosiy kontingent hozir sog'lom onalar ham ko'rsa, agar siz bolangizga kichik yoshidan ko'p tillarni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, bolangiz nevrologik sog'lom, hech qanaqa muammoingiz yo'q, vaqtida emayladi, vaqtida yurdi, hamma ko'nikmalarni vaqtida egallayapti. Bitta tilni aralashtirib, lekin o'rgatish uchun siz faqat masalan agar tojikcha gaplashadigan oila bo'lsa, eringiz faqat tojik tilida gapirsinlar, siz faqat rus tilida gapiring, bujon faqat o'zbek tilida gapirsinlar. Bo'ldi, bola bilsin, aralashib ketmasin-da. Adaga borsam tojikka sog'lom rivojlanayotgan bolalar bor-ku, nutqi kechikayotgan va qaysi tilda umumiy fikrini bildirishi bilmayotgan bolalar. Chiqmagan bolalar uchun Shu bolalarda qiyin, to'g'ri. Lekin masalan sog'lom bola bo'lsa, kichik yoshda til o'rganish yaxshiroq effekt beradi, to'g'ri. Lekin aralashtirish umuman mumkin emas. Masalan, agar onaga kelganda har doim shu rus tilida gapirayotgan bo'lsa, bola buviga borganda har doim tojik tilida, adaga borganda o'zbekcha, alohida bitta odam, bitta til konsepsiyasi bo'lsa, bola yaxshi rivojlanadi, bolaga juda ham foydali, u qiynalmay til o'rganadi. Lekin onani o'zimizda dejur so'zlab ruscha kirib ketgan. Oddiy misol, men nutq chiqarish o'zbek tilida ishlayotganda tova deb o'rgatsam, o'zim xijolat bo'lib ketaman. Skоворodkani tova deganim uchun. Yo'q deb bu so'z bolaga o'rgatganingizdan qancha ham ma'no bor bu narsani. Yo'q, masalan, bolani oilasida shu so'z bor bo'lishi mumkin. Oilalarda hali ko'p ishlatilar ekan. Yoki xuddi shunaqa, menda hozir birinchi marta o'zbek tilida nutq chiqaryapman. Paypoq degan so'zni o'rgatyapman, o'zim xijolat bo'lib ketaman. Shunaqa yetarmidi o'zi deb. Shunaqa biz o'zimiz katta xato qilamiz-da, hammamiz. Bitta tilda aniq ushlamaymiz. Shu tilda boshqa tilda so'zlardan foydalanamiz. Bolani lug'at boyligi shu tilda shu so'z bor deb shakllanadi. Katta bo'lganda ajratib olish mumkin, lekin agar bizani nutqida nuqsoni bo'lgan bolamiz bo'lsa, unga juda ham qiyinlik qiladi. U bilmagani uchun ham masalan bitta so'zni oyisidan boshqa tilda, adasidan boshqa tilda eshitgan, hozir bog'cha opasi bilan gaplashyapti, qaysinisini ishlatishni bilmaydi. To'g'ri. Ya sit down deydigan bolalar bor bog'chada. Papa shoes, oyog'ingni yechib, men bilan darsga kir degani bu papa shoes deyshadi. Shunaqa bolalar ham qiynaladi. Agar nutq nuqsoni bo'lib turib shunaqa inglizchada gapiradigan bolalar keladigan bo'lsa, onalarga shu tilni qo'llab-quvvatlamaslikka tavsiya qilish mumkin. To'g'ri. Ya'ni bola tushunmayaptimi? Go deb o'zi ham shu narsani aytadi. Bolam tushunsin deb. Yo'q, yurni tushuntiring, tushunadi bola. Qatlardadir o'rganib, nimadadir ko'rib go desa yurish kerakligini tushunadi. Pantomimika qo'shish kerak-da, harakat bilan yurib ko'rsatib. Yur desiz, bola tushunadi. Go da ham shuni qilyapsiz, yurda ham shuni qilyapsiz yoki kelmagan taqdirda ham borib 2 marta qo'ldan olib ketib ketsangiz, keyingi safarida tushunadi. Biz xato qilamiz, bolam shu tilni tushunadi deb o'sha so'zlardan o'ylashadi. Bolam tushunadi, boshqachasini tushunmaydi deb o'ylashadi. O'sha so'zlarni o'zimiz ham qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Bo'ladi.
To'g'ri. Keling, yana bir mavzu, o'zi ota-onalar kelishganda bolamda qanchada natija bo'ladi deyishadi. Muddat. Muddat so'rashadi, srok gод aniq. Garantiya berasizmi? Da. Nechta so'z o'rganadi? Qachon qiyin etapga chiqasiz? Qachon Yana murakkabroq eng narsalarni ko'p boshlaysizlar? eshitadigan savol oddiy maktabga chiqadi. Bu ham Oddiy maktabga. aktual mavzu. Muddat bu bizni belgilab bera olmaydigan jarayon. Bizni garantiya bera olmaymiz. Kim nimaga garantiya bera oladi? To'g'ri. Ertaga nima bo'lishini o'zimiz bilmasak, issiqjon bo'lsak, qanaqa qilib birov uchun garantiya berish mumkin? Garantiya beradigan mutaxassislardan qochish kerak deb o'ylayman. U sizni ishonchingizga kirish, sizni psixikangizga shunaqanaqani o'rnashtirib qo'yish deydi. To'g'ri. Bir oyda garantiya beraman, bir oyga mana muddat beraman, gapirib ketadi. 3 oyda tilini chiqarib beraman. Shunaqa deya 10 olmaysiz. kunda duduqlanishni tuzataman. Shunaqa deya olmaysiz. Marketing Nima hammasi, uchun? Marketing. Bu individual, bolalar individual. Misol uchun biz ham mana sinfda, maktabda o'qiganingizda ham 20 ta bola bo'ldi deylik. She'r yodladingiz. Kimdir bitta o'qiganda yodlab oladi, kimdir uni muntazam takrorlab 10 ta o'qiganda yodlab oladi. She'r yodlash uchun ertalab bosh miya toza bo'lganda, sveji bo'lganda yodlaymiz deb yodlagan jarayonlarimiz bo'lgan. Hammada har xil individual shaxs xususiyatlari bor, oilaviy muhit bor, ota-onani ko'magi bor. Hamma bolalar har xilda. Bo'ladi shunaqa, mana boshqa logopedga borib kelgan yoki uyda nutq tushunishi bor bo'lgan bolalarda tezroq shu narsa rivojlanib chiqib ketadi. Noldan boshlasangiz, uni bolalar shu tug'ilgandan to 1 yoshgacha bo'lgan jarayonlar normada shakllanmagan o'shalardan boshlasangiz, albatta nutq chiqishi ham kechikib ketadi. Yoki faqat sizga kelsa-da, haftada 3 marta 1 soatdan ota-ona hech narsa qilmasa, yuqorida gadjetlardan foydalanaversa, giperopeka bo'laversa, ta'limga tortilmasa, mustahkamlanmasa, qanaqa nima foyda bera olasiz? Da, To'g'ri. Eng Payt. sredniy o'rta muddatda oladigan bo'lsak-da, bolada hech bo'lmasa yangi qanaqadir deylik o'sha olli tushunish yoki berri tushunish, demak 6 oy, balki hatto 1 yilda bu ko'nikma shakllanishi mumkin. Ba'zi bolalar qabul qilishi o'sha aytganingizdek tez bo'ladi va 1 oyda deylik, 1 haftada bu ko'nikma shakllanishi Lekin mumkin. shunaqa deysiz, sana etishgacha, muddat etishgacha shunaqa qo'rqaman. To'g'ri. Mana Mana tajribamda, yo mana aytasiz, o'rtacha misol uchun, yo mana taxmin ayting, yo mayli taxmin ayting, tajribangizdan ayting deydi. Aytasiz, tajribamda mayli o'rtacha 3 oyda ancha yaxshi bo'lib qoladi, rezultat sezadi, siz bo'ldi, ona o'ylaydi 3 oyda tili chiqib ketar ekan. Keyin anaqaga kelish 3 oy borar ekanmiz logopedga deydi. 3 oy borar ekanmiz logoped. 3 oy bo'lgandan keyin siz 3 oyda etudingiz. Men 3 oyda etmovdim, o'rta hisobda shunaqa chiqadi. Yo 3 oyda dudingiz, logopedimiz 3 oy etuvdi. Shunaqa payt Telegramda men audio zapis yuborish yaxshi yo'lga qo'yib olganman. Chunki yana qaytib yuborsangiz bo'ladi-da uni. Shu yaxshi usul hisoblanadi. Endi onalarni ham tushunasiz, ularda trevojность, xavotir olishyapti, bolasi boshqa bolalarga yetib oladimi. Lekin logoped shunaqa odamki, to'g'ri yo'l ko'rsatib turadigan odamda. Bolani o'sha yo'ldan qanchalik qayoqqacha olib bora olish ota-onaga bog'liq. Logoped ko'rsatyapti, bu to'g'ri, bu noto'g'ri. Bunaqa ishlash kerak, bunaqa ishlash kerak emas. Shunaqa qilsangiz shunaqa bo'ladi. Men sizga buni ko'rsatib beraman. Lekin logoped o'rgatayotgan narsalarni hayot tarziga kiritmasangiz, uni rekomendatsiyalarini, tavsiyalarini qo'llamasangiz, bitta logoped eng zo'ri bo'lsin, dunyoni eng zo'r logopedi bo'lsin, ota-ona yordam bermasa, bola bilan qilayotgan ish ko'zga ko'rinmaydi. Agar u bola logopedni oldi, целый день bo'lmasa, kun davomida bo'lmasa, Yo yashash kerak bo'ladi. yo birga logoped yashab, o'sha yerda o'zida logoped qilib berishi mumkin. Yana masalan, onalar bor, hali tashxisi tamomlagan onalarda. Ularga siz qilayotgan ishingiz absurd darajasida ko'rinishi mumkin-da. Shu Onalar ko'mayli, onalar taqdirga tan beradi, ko'pi tushunadi, ha, to'g'ri. Chunki kuzatadi bolasini ertalabdan kechgacha ona bilan bola birga. Lekin otalarchi? Otalar ko'pi qabul qilmaydi. Yo'q, bolangni logopedga olib boryapsan, bolang soppa-sop o'zi gapirib ketadi, sen vahima qilyapsan deyshadi. Men ham kech gapirganman. Men ham kech gapirgan. Va hokazo. Kamroq telefon o'ynat, ko'proq o'zing lekin shu shug'ullan holatlarda deyishadi. so'rasangiz, buvilardan 5 yoshda gapirgan bolamni 5 yoshda gapirgan uyda ham gapirmasmidi deysiz. Yo'q, ko'chada gapirmasdi deb qo'yishadi. Endi bu xarakter temperament. Shuni o'ylashadi, uni bolasi 5 yoshgacha ko'chada hech kim bilan gaplashmaganmi? O'ylashadi 5 yoshgacha gapirmagan. Bu bola 5 yoshgacha uyda ham gapirmayapti. Bu bola nafaqat gapirmayapti, bu o'ziga Tushunmayapti. qaratilgan nutqini ham tushunmayapti. Hatto ismiga reaksiyasi yo'q va qo'yvur o'zi gapirib ketadi. Sen vahima qilyapsan deyshadi. Shu o'rinda otalarga ham aytib o'tishimiz kerak, menimcha ko'proq bolalarni rivojlanishi va nafaqat umumiy rivojlanishi, balki nutqiga ham bee'tibor bo'lishmasin. O'zi gapirib ketadi deyish, bu bolani vaqtini behuda ketkazib qo'yish.
shu bilan o'rinda birlamchi nutq nuqsoni, ikkilamchi tashxislarni o'ziga yetaklab keladi va Albatta. o'z vaqtida bartaraf etilmagan nutq nuqsoni juda og'ir darajaga borib qolishi mumkin. Baribir yosh jihatdan rivojlanish, necha yoshda tili chiqishi kerak, o'sha yoshda harakat qilish kerak, chiqarishga yordam berish kerak. Nechidir yoshi kutib o'tirish, qachondir nimadir 5 yosh bo'lishini, kimdir 7 volshebnoy yoshini paloshka bilan bo'lishini keladi. Dori beradi. kutib o'tirish noto'g'ri-da baribir. Ertaga unga bilish jarayonlarini, diqqatini, xotirasini, idrokini, eng yomoni tafakkurini sustlashib ketishiga, rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. To'g'ri. Bolalar boshqa bolalardan ajralib qoladi. Isterikasi ko'payib ketadi. Ha. 3 yoshgacha nutq chiqmagan bolalarda bolalik nevroz holatlari juda ham ko'p bor. Bolalar Rechevой negativizm deymiz. asabiylashib, ota-onasiga tushuntira olmasdan asabiylashib, baqir-chaqir qilib ketadigan O'zi jarayonlar ko'p masalan kuzatiladi. sog'lom bolada bir kunda 40 dan ortiq ehtiyoj bor. Suvni olib yerdan tortib issiq ekan ichmayman, u kiymamas, buni kiyamangacha. Endi o'zingiz Bola endi misolingizda tashqi olamni o'rganayotgan Ha. bo'lgandan keyin o'zimiz misolimizda olaylik, bizani kun davomida nimalardir qoniqtirmayapti-da, lekin uni aytolmaymiz. Baribir bu ta'sir qiladi bizani holatimizga. Asabiy bo'lamiz, jahlimiz chiqadi, alamimizni olamiz. Ona bu payt kuch ishlatish eng to'g'ri yo'l deb o'ylaydi. Eng yomoni shu isterika payti hech qachon bolani urib Albatta. bo'lmaydi. tarbiyalab ham bo'lmaydi. Tarbiyalab ham Voy, o'g'il bo'lmaydi. bola yig'lamaydi. Voy unaqa, voy Qiz bunaqa. bola shalaqa bo'lmaydi. Aynan o'sha jarayonda shu narsa ta'sir qilmaydi. Ta'sir Baqirib yig'lab, u уже bola tepaga chiqib portlab bo'ldi-da. Kulminatsion Anaqa anaqada. bo'ldi. Uni faqat tinchlantirish mumkin. O'sha paytda Qo'shiladi. tinchlantirib, bolani eshitib, boladan Empatiya gaplashish bildirish kerak-da. Shunga jahling chiqyaptimi? Mana shunaqa xohlagandingni, keyin shunaqa qilamiz, sabab ko'rsatish kerak bolaga. To'g'ri. Bolalar kichik yoshdan tushunadi. Tushunadi. Uzoq vaqt ketadi. Shu uzoq vaqtda ayamasa, bolalardan bolalar yaxshiroq his qilishi, tinchroq bo'lishi boshlaydi. Gapirmaydigan bolaga ham har doim to'g'ri nutqiy dieta qilsa, ko'p gapirib bormasdan, "Ma o'g'lim kashani ye, bo'l, tez-tez ye, ketamiz emas, kasha. Ye. Ma. Ye." Olqi, lo'nda, aniq, tiniq qil. Ha. Men senga aytyapman, tez-tez gapirgin, menga qaragin, gapirasanmi yo'qmi? Qachon nutqing chiqadi? Hamma gapiryapti, tengdoshlaringni qaragin deb. Tez, Bu qanaqa qarang, bu qizil, bu yashil, bu mashinani nechta balloni bor ekan? Bitta mashinani o'zida 100 ta Hali gapirmaydi bola zaparkka borib. Men bunaqa Mana biz otalarni mavzuga kiritdik. Ba'zi holatlarda bizda mashg'ulotga finansировать qiladigan bu otalar va ko'p oxirgi payt kuzatyapman. Ada o'ziga yo'dyaptilar-da. Bular ruxsat bermayaptilar. Bularda ozgina muammo bo'ldi, bular qarshi bo'ldilar, bular qarshi bo'lyaptilar. Mashg'ulotlarni nazar pisand qilmaydigan otalar ham bor. Bu maishiy ijtimoiy muammolar. Bolani rivojlanishiga o'sha dorini olib berish, pampersini olib berish, ovqatini olib kelish bilan chegaralanmaydi-ku, to'g'rimi? Mashg'ulotlar ham juda ham muhim. Yana bitta qiziq voqeani aytib beraman. Yaqinda ham konsultatsiya bo'ldi, mashg'ulotni boshladik. Bola 6 yosh, nutqi deyarli tushunarsiz. Chunki bir qancha tovushlar buzilgan. Ancha oldin, deylik, 1 yil Turkiyada yashab kelishgan ekan, tovushlar chalkashib ketgan, fonetik idrokda ham muammolar borligi bilinib turibdi va mashg'ulotimizga skidka so'radilar oyisi. Endi sharoit sal og'irroq bo'lsa kerak dedi. Tushundik. Keyin kelish kamayib ketdi-da. Bola o'zi haftada 2 marta, 3 marta keladi. Yana ham ko'payib, nima bo'lyapti desa, ada o'zi ruxsat bermayaptilar. O'zi chegirma qilindi mashg'ulotga. Yana ada o'zi ruxsat bermayapti. Sentrimizni yaqin atrofda turishar ekan. Peshkom ketyapman, bir kun ko'rdim, Malibu turboga o'tirib ketishdi. Ikkinchi kun ko'rdim, Malibu turboga o'tirib ketishdi. Lekin yetarlicha chegirma olib olishgan. Shunda ham mashg'ulotga pul ajratgisi kelmaydi-da. Bu ham og'riqli muammo mavzu. finans yo'ligida emas, Yo'q. nutq nuqsonini muhimligini tushunmaganlikda. Shu Qo'shilaman. darajaga yetarli deb qaramaganda. Bo'ladi. O'zi gapirib ketadi. Shu narsani yetkazib berish ham qanaqadir bitta nima-da. Da. Ota-onalarga ham ancha vaqtimizni, logopedik ishdan ko'ra psixologik ishga o'tib ketyapmiz-da. Qo'shilaman. Boring psixologga deb tushuntiradi, nima qiladi, desiz Psixologga borishmaydi. Yo'q, endi bunga ham tabiiyroq qarash kerak. O'zi istalgan biza bir fojiali narsa eshitsak, uni qabul qilishimizning 4 ta etapi, stadiyalari bor. Shuni birinchi bosqich bu bizning himoya mexanizmimiz ishlab ketadi-da, inkor qilishni boshlaymiz. Birinchi bosqich hamma ona inkor qiladi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mani bolam Nega mani bunaqa bolam? emas. Mani Yo'q, bolam u emas. keyin ikkinchi etapda. Birinchi bosqichda hali bo'lishi mumkin emas. Doktor Mani bolam sog'lom. doktor adashib ketdi, unaqa emas Yaxshi deyishadi. ko'rmadi deb. Keyin shu etap
kimdadir kamroq, kimdadir uzoqroq davom etadi. Mana otalarimiz ko'pincha shu bosqichda qolib ketib qolishadi. Inkor, отрицание bosqichida qolib ketishadi. Keyin sekin plavno o'tishni boshlaydi ikkinchi bosqichga. Aybdorni qidirish bosqichi. Voy, o'zi ikki qatligida shu telefon ko'p eshitardi-de, yaxshi ovqat yemasdi-de, unaqa edi-de yoki o'zing bo'lmasa shug'ullanmagansan. sizlar tarafda avlodda bo'lgan bo'lsa kerak-de, aytmagansizlar-de. Har xil hamma ayb topishga boshlab ketadi. Bu psixologik normal holat. Hamma shu etapda. Endi kimdadir yorqinroq namoyon bo'ladi, kimdir sal o'zini bosadi, lekin ichida o'ylaydi-da, baribir sal o'zini bosadi. Hamma aybdor qidirishni boshlashadi. Privivka olgandik-de, deydi, nevrologimiz yaxshi emas edi, deydi. Hammada har xil bahona bor. Kimdir bahonasidan bog'cha pas urishgandi-de, kuchi chiqib qolgandi-de, hamma har xil faktor keltirishni boshlaydi. Bu psixologiyada ikkinchi bosqich shu bolasidagi nuqsonni birinchi yo'qligini aytyapti, keyin aybdorni qidirishni boshlab ketadi. Shu etap sekin vaqt talab qiladi, uchinchi etapga o'tadi. Eng zo'r mutaxassis qidirish. Eng zo'ri. O'ylashadi hozir eng zo'riga boramiz, bolam yaxshi bo'lib qoladi. Nevropatologga 10 marta alishtirgan ota-onalarni taniyman. Logopedni 10 marta. Qancha vaqt mana 1 oy bordi. Yo'q, bu yaxshi qilmayapti, boshqa yaxshisi bor ekan. Kimdandir eshitib qoldi. Voy, mana bunaqa to'q qilsa yaxshi bo'lib qolar ekan. Eng zo'r mutaxassislarni qidirishadi. Bu hamma, masalan, ota-onada ona tezroq yuradi, shu bosqichlarni bosib o'tadi. Bizda baribir onalar gibkiroq bo'lsa kerak-da, otalar yoki qolib ketadi birinchi etapda, отрицать qiladi, yoki ikkinchi etapga o'tadi, aybdor qidirib yuraveradi. Shu bosqichda ko'p ajrimlar kelib chiqadi. Autist bolasi bor yolg'iz onalar qancha? To'g'ri. Otalar qabul qilmay qo'yadi-da, o'ylashadi, xotinimda ayb bo'lgan, sog'lomiga uylansam, sog'lom bola tug'iladi. Lekin hech kim shundan himoyalanmagan. Hech kim. Balki hech kim buni bilib ham bo'lmaydi. Otalarni shu darajada qolib ketishiga, ular ertasi kuni ishga ketdi, bolasini qanaqasi esdan chiqib ketdi, fokus vнимание boshqa narsaga qaratildi. Lekin shu kutsangiz, shu oilalarni kimdadir masalan 1 oyda hamma bosqich o'tyapti, kimdir yillar davomida 20 yosh bolasi borlar bor, ota hali topolmagan tashxisni. Lekin men 4-etapga o'tsa, shu sog'lom muhit bo'lsa oilada, sekin 4-etapga o'tishadi. Уже ota-ona bir-biriga suyangan odam bo'lib qoladi. Shu oilalarda endi bolani qabul qilish boshlanadi. Ular bilishadi, bola bilan qanchadir vaqt ishlash kerak, shug'ullanish kerak, bolaga shunaqa doktor olib borish kerak, bolaga logoped. Ular endi aytishmayapti, shaharning naryoq burchagidagi eng zo'r logopedga haftada tam 3 marta olib boraman. Ular endi bilishadi, uyini yonidagiga stabil, har kuni bir xil olib chiqadi. Ular o'ylashmayapti, tam bosib 5 soatdan 1 oy ishlasam yaxshi bo'lib qoladi. Ular уже hatto logopediyaga kirib keladigan onalar ham bor, shu sabab. Shuni orqasidan onalarni o'zi o'qishadi. Bu juda ham zo'r ishga shu onalar jalb qilindi deganida. Endi shu 4-bosqichga o'tgandan keyin endi logoped ham xotirjam ishlaydi, ota-onani qo'llab-quvvatlaydi. Ungacha siz aytgan holatlar bo'laveradi-da, adasi pul bermayapti, buvisi urishyapti, mana buvisi urishyapti, voy bolamni jinni debdimi. Menda shunaqa holat bo'lgan. Men onaga bolani ko'rsatganman. Bola 3,5 yosh, giperfaol bola. Nutqi tushmayotganini hech qanaqa tashxis etmadim. Shunchaki men bolangiz nutqi tushmayapti, bog'chada bog'cha hisobidan tekinga ishlashni boshlayman. Talab men onaga taklif qilaman. Bolangiz nutqi tushmayapti ekan, bog'cha hisobidan haftada 2 marta bolangiz bilan ishlayman deb. Endi u gap uyga qanaqa yetib borganman bilmayman. Endi bu menga to'polon qilyapti. Sen bolam psix debsan. Men hech narsa deganim yo'q hali. Men keling bolangizga gapirib beraman. Yo'q, meni bolam gapiradi. Nimani gapiradi? Siz meni bolam rus tilida YouTube'da alfabet o'rgandi, alfabet etadi. Boshidan oxirigacha aytib beradi. Ha, ingliz tilida saniydi, rus tilida alfabet etadi. Lekin oddiy elementar yod desangiz, bola tushunmaydi. Yugurib yuribdi bola. Shu bola bilan ishlamadim, chunki ular boshqa joyga olib ketib qolishdi. Baribir umumiy tanishlar bor edi. Hozir eshitsam, ular maxsus bog'chaga borishyapti. Keyinchalik orqa-varotdan aytishdi, yaxshi ham bizga aytgan ekan, vaqtida boshladik. O'sha payt men yosh logopedman, men uchun shunaqa depressiya. Siz qilgansiz, o'z psixologingizga ta'sir qilgan. To'g'ri.
siz birinchi odam bo'lgansizda shuni звоночек qilib bergan. Har doim пострадать qiladi shu birinchi etgan odam yomon, bir umrga shunaqa yomonaqa bo'lib qoladi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Uning o'zligi uyligida sezishmagan, boshqa tengdoshlariga solishtirishmagan yoki o'zi qanaqa bo'lish kerak edi shu yoshida, shu normalarni bilmagan ota-onalarda birinchi marta eshitganda shok holatiga tushish bo'ladi. Ona qabul qilibroq ketdi-da, ona aytdi, uyda qilib beradi dedi. Men aytdim, uyda unda dedim, videoga olsa, kimdir tashqaridan kimdir siz shuni so'rab ko'ring, qani menga ochilmayotgan bo'lsa, men bolam bir oy o'rganganman deb, ungacha onani chaqirgunimcha. Ha, xo'p dedi, ona jim bo'lib qoldi. Juda ko'p bo'ladi. Biladi buni qiladi desa, qani uyda shuni qilayotganini videoga olib jo'nating, tashqaridan kimdir olsin videoga, siz ko'rining. Menga bundoq ko'rsatmagan videoingizni tashing. Ona jim bo'lib qoladi, video kelmaydi. Har doim ham chunki bola bajarib bermaydi, shunchaki inkor etish stadiyasi bo'ladi. Birinchi xulosa qilib nimalarni aytganda qiyin, juda ham qiyin, to'g'ri. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, onajonlarimiz ko'proq uyda bolalarga e'tiborli bo'lishlari, bola rivojlanishi va nutqiga nafaqat onalar, balki otalar ham jalb qilish kerakligi haqida bo'ldi deyman podkastimiz. Menimcha, umumiy ko'p mavzularni ichiga ola oldik menimcha. Agar biror bir xulosalaringiz bo'lsa, onalarga maslahatlar berishimiz mumkin. Ya'ni nutq nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda yoki bo'lmasa shuni oldini olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bolani yosh normativlari bo'yicha faqat 1 yoshgacha emas, 1 yoshdan keyin ham solishtirib turishi maslahat beraman. Me'yorda yurgan har doim yaxshi. Me'yorda narsalardan foydalangan, me'yorda texnikalardan foydalangan, telefonlarni ham kuniga 1,5-2 soatda ko'rishi. Bu normalniy. Umuman yo'q demayapmiz, mayli, me'yor bo'lsin. Blenderlardan ham foydalanish, hamma narsada me'yor bo'lishi baribir yaxshi. Me'yor ichida yurishga harakat qilishligi mumkin. Finansiy bola bilan shug'ullanishga juda ham ko'p mablag' talab qiladigan bo'lsa, shu narsa mablag' talab qilinmaydigan o'yinlarni o'rgatishimiz mumkin. Misol uchun, o'zimizni yoshligimizda o'zimiz rivojlantirib qo'yganmiz. Shu o'yinligi bolalarni jalb qilaylik. Oddiy faqat eng zo'r gadjetlarni, eng zo'r texnikani olib beravermasdan, ko'ptoq bilan prigilka ham olib beraylik bolaga. Hozirgi bolalarimiz prigilka sakrashni deyarli bilishmaydi. Oldin bizimizda hamma uyda obrich bo'lardi, prigilka bo'lardi, ko'ptoq bo'lardi. Ko'chaga chiqib o'ynab kelardik shuni. Hozir bolalarimiz ota-onani qarovsiz ko'chaga ham chiqmayapti-da. To'g'ri, ko'chalarimiz bexavotirmasligi mumkin. Uyda shu narsani o'ynashga, shu rezinkalarni, klassik sakrashlarni, ko'ptoq otib ushlab olishlarni, harakatli o'yinlarni qo'shishi maslahat beramiz. Undan tashqari bolaga e'tiborli bo'lishlarini, bolani kun davomida kuzatishi, ya'ni bola nimalar bilan mashg'ul bo'ladi, faqat o'zlarini emas, mas'uliyatini tushirib bolani mustaqil qilishga, bolaga kundalik bajarishi kerak bo'lgan vazifalarni o'rgatishga, mayli chala pulcha qilib bersin, mayli to'ksin, sochsin, yuvsa toza bo'ladi-ku. Bir nimalar qilishga, shunaqa qilish kerak, bolaga shikast yetkazmaydigan narsalar. Misol uchun, uy ishlarida qarashayotganda tarelka kosani emas, qoshiqvilkani bersa bo'ladi, nonlarni olib borib qo'ygin desa bo'ladi, salfetkalar berish mumkin, yuvishga, artishga qaratilganda. Tushib ketsa, sinsa, o'ziga o'zi shikast yetkazadigan narsalardan qochish kerak. To'g'ri. Shu fikrlaringizga qo'shilaman. Aytmoqchi edim. Shu nima uchun muhimligini onalar ba'zan bilishmaydi-da. Ko'chada shataloq otib sakrab yurgandan ko'ra aytishadi, bitta darsga olib borsam yaxshiroq bo'ladi. Lekin onalar, tushuninglar, bu bizani bosh miyamiz birgalikda, hamma funksiyasi birgalikda rivojlanadi. Uni rivojlantirish uchun bizani umumiy motorikamiz ham shu sakrashi, yugurishi, osilishi juda ham muhim. Mayda motorikasi, bir narsalarni kesib yasashi, yopishtirishi juda muhim. Bolani kognitiv jarayonlari, xotirasi, diqqati, tafakkuri rivojlanishi muhim. Shu narsalarni rivojlantirishi eng yaxshi usuli bola bilan birga, u bilan o'yin o'ynash, muloqot qilish. Shu sizni ko'p ketkazayotgan pullaringizdan ko'ra bolani nutqiy ham, aqliy ham rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Ertaga maktabga chiqqanda programmani oson o'zlashtirish uchun baza bo'lib beradi. Oddiy misol, o'ynayotganda bola o'ng bilan chapni ajratish uchun o'ng va yarimchari yaxshi rivojlanishi kerak-da. Uning uchun bola daraxtlarga osilishi, emaklash, yugurish kerak. Shuning uchun onalar o'zingizlar bolanglarni rivojlanishiga qo'yib beringlar. O'zi tabiiy rivojlangan bo'ladi, bizga kelish ehtiyoji kamayadi. To'g'ri. Shu bilan birga hozirgi onalarimiz tilida ko'p bo'lgan oma qoch, tegma, berdi, anaqa qilma, taqiqlovchi so'zlar ko'pda.
ну tushuninglar, bola ko'chaga chiqib jim bitta joyda turmaydida yoki To'g'ri. o'tirmaydida, bola nimadir qilib turish kerak. Sog'lom bola Aktiv прогулкаdan, bo'lish kerak. o'yindan kir qaytish Kir kerak. qaytib kelish kerak. Mayli oyog'ini yuvaylik, cho'miltiraylik, har kuni kiyimini yuvaylik. Qimmat kiyim olib bermaylik, achinsanglar shu kiyimga degiz keladida. Qimmat olib beramiz, chiroyli kiyintirib qo'yamiz, toza yursin deymiz. Undan ko'ra o'zimizda ishlab chiqarilayotgan juda ham sifati yaxshi bo'lgan kiyimlarni beraylik, yuvib ishlataylik. Qo'shilaman shu Eskirib, fikrga. yirtilib, chirib ketsa ham shundan bolamizda nafi ko'proqda. Biz ayab boshqa narsalarni ayab bolada taqiqlovchi nimalarni juda ham ko'p qo'yamiz. Ko'chaga chiqamiz, прогулкаga olib chiqishadi onalar. Mana shu narsa demayman. Hamma bolani прогулка kolyaskaga solamiz, shundoq aylantirib, shundoq olib kelib qo'yamiz. Bola yursin, baylarni yulsin, olma, tegma, solma, qo'yma, ber. Faqat taqiqlaymiz-da bola. O'rgansin. Biz ham nimalar yeb yemay katta bo'lganmiz-da, nimalar o'shanmaganmiz. Chumolilar yeb shunaqasi ham bo'lgan Bo'lgan. tajribada. Shunaqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, bolalarni sog'lom rivojlanishiga qo'yish kerak. Ular atrof muhitda o'rganyapti, ular yangi tajriba olishyapti. Har bitta qilayotgan ishi, har bitta o'ynayotgan o'yini ularni rivojlanishi uchun juda ham muhim va o'zingiz ham iloji bo'lsa ota-onalar komanda bo'lib bolani rivojlantirishga harakat qilish kerak. O'ylaymanki, podkastimiz maksimal foydali bo'ldi. Jamiki farzandi bor ota-onalar podkastimizdan o'zlariga yetarlicha xulosa olishadi degan umiddaman. Taklif uchun rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Agar yana qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilib, kimni qiziqtirsa, so'rab olishligi yoki ma'lumot olishligi mumkin bo'ladi. Da.